Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televizyonunun Naq Meydan programmasıga hoş geldinglar. Hazır 15 fevral yani bugünkü Ceneve zor ko'lamlik birleşme namoyishiniki Naq Meydan taqitishni boshladik. Ba'zi sabablar tufaylidan 9'da başlamoqchi bo'lgan namoyish sal kechikib qoldi. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer, hammalarniki mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz ko'rmanlar, Xitoydan hisob so'riladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining 73 navbatlik yig'ini 14 fevral kuni Jenevadagi Wilson saroyi oldida boshlanmoqchi edi. Hozir bizniki namoyishchilarimiz Wilson saroyining oldida yig'ilib tayyorlik xizmatlarini boshlag'ili 1 soatga yaqin bo'lib qoldi. Tuvandaki görünüşlerden biz namoyishchilarimizniki naq maydon suratlarini, filmlerini ko'raleymiz. Bu namoyish shundoqla bu 73-yillik yig'in 3 kun davom qilmoqchi, ya'ni tunugun 14 fevraldan boshlab boshlangan. Bu munosabat bilan yig'in boshlangan shu tunugundan boshlab Dünya Uyghur Kurultayı tarafından Birleşken Devletler Teşkilatı İktisat, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti binas aldıdaki şu görünüvatkunumuzda Şincan Sakçı Arxipi namidaki içinişlik görünüşler şundaqla Xitayning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi namoyon qilingan ko'rgazma bu yerda tunugundan beri davomlashyotidi. Aziz görürmenler, tövende biz naq meydan namoyishini mu göstereyli. Mana bugün yani 15 fevral günü Dünya Uyghur Kurultayı bilen Avrupa Uyghur Teşkilatlarının uyuşturuşta Birleşken Devletler Teşkilatı İktisat, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti binası aldıdaki meydanda çoğun tipteki birleşme namoyishi o'tkazilish oldi turilyotidi. Taxminimiz 9:20 atrofida Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Aysa Efendi'nin içilish nutqi bilan bugungi namoyish boshlandi. Bu qatorqi namoyishga Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan qarindoshlarimizni yana Qozog'iston, Amerika, Turkiya qatorliq davlatlarning Yevropaning sirtidagi bir qism davlatlar Kanada, Amerikadanmi qarindoshlar kelib bu tarixiy namoyish qatnashyotidi. Undan boshqa bugungi namoyish sepimizda yani Tibetliklar, Hongkongliklar, Turk qarindoshlarimiz, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari shundoqla Shveysariya Parlamentining a'zolari bir qism davlatlarning Jenevada turishliq elchilarim bor. Bugungi Xitoydan hisob so'rash yig'inida Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendi boshchiligidagi qurultay hay'ati va Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetiga baholash doklad sungan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashib o'zlarining fikrlarini bayon qildi. Xitoydan hisob so'rash yig'inining Uyg'urchaga tarjima qilingan naq maydon ahvolini biz kuchimizning yetishicha bu namoyishda taqitishga tirishimiz.
Aziz görürmenler, Xitay tarafı imza koygan bu BDT iqtisad, ijtimoiy ve medeniyet hukukunu qoğdaş aktinamesi cemi 31 maddedan tarkib topgan bo'lib, bu moddalar millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, fuqarolarning emgak huquqi, insonlarning adil ve uygun şekilde işletish shartlari, ishchilar uyushmasining huquqi, insonlarning ijtimoiy amonlik haqqi, oilalarning, ona bolalarning ve yoshlarning qo'g'dilishi, insonlarning normal yashash seviyesiga kapolatlik qilish, insonlarning davolanish, ma'rif va madaniyat haqlarining qo'g'dilishi qatorliq nihoyatda keng mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'tgan oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va 20 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisad, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitetiga Xitayning Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida ayrim holda dokladlarni sungan. Bu dokladlar BDT torbasida e'lon qilingan. Aziz ko'rmanlar, namoyish rasmiy boshlanish oldida turyapti. Shunga biz vaqtimizni ching tutib, namoyishga kelgan bir qism qarindoshlarimizni ziyorat qilmoqchi. Bo'lsa tuvanda men mikrofonni qarindoshimiz Iftixorga o'tkazib bersam, marhamat Iftixor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasının naq meydan proqramısına hammalar xoş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixor Abdurshid. Hörmətli görürmənlər, yuqorida proqram riyasətçisi Baxtiyar Ömər əpəndinin deb ötkündək bugün bu Palais Wilson sarayının aldıda Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki yuqorida ismi etilib ötken 70 komitetinin 73. növbətlik yığını başlanış aldı turvatıda. Ve jiroq yaqinlardan kelgan qarindoshlarimiz namoyishga yig'ilishga boshlatydi. Biz bunu başlaşdan burun Dünya Uyg'ur qurultayiningki muavin raisi tashkil ishlarga mas'ul Farxat Yo'rinqash efendim mikrofonunu uzatmoqchimiz. Xo'sh, Farxat Yo'rinqash efendim bugungi namoyishga qatnashgan qaysi davlatlardan keldi qarindoshlarimiz shu haqida bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmet İftixor efendim. Siz de ötkeninizdek bana hazır namayış birazdan kim başında. Namayışla asasla dünyanın Avrupa'nın arka sellerden bir erkek toplanışta başladı. Hazır kadar hem de biz kurultay merkezi organı bildiğin devletler bu Norveç'e, Şviçre'ye, onun dinkin bu Şveycarya'ya, Fransa'ya, Belgiya, Avusturya, Germaniya, Angliya, Gollandiya qatorliq devletlerden qarindoshlarimiz kelyapti. Hem de belki bazı devletlerin ismini unutib qolgan bo'lishim mumkin. Agar unutib qolgan bo'lsam uzr so'rayman. Undan boshqa yana bu şu Avrupa'daki qarindoshlarımızga madad berish uchun bugungi namoyish madad berish uchun Avrupa'nın sirtidagi devletlerden bu qarindoshlarimiz mana keldi baya. Türkiye'den geldi, Qozog'istondan ata aytan şu bizga medet berish uchun Avrupa qarindoshlarımızga medet berish uchun Qozog'istondan bu qarindoshlarimiz keldi. Menimcha bugun havoga yaxshi bir namoyish bo'ladi deb o'ylayman. Uning ustiga tunugin Dünya Uyg'ur qurultayiningki Dünya Uyg'ur qurultayi tunugin şu Birleşken Devletler Teşkilatı iqtisodiy, ijtimoiy ve medeniyet hukuk komitetininki 73. növbetlik yığın tünögün başlangan ve yığın başlangan günü de Mişadi Dünya Uyg'ur qurultayi tarafından Şinjan Saqchi hujjatlari asas mazmun qilingan resim ko'rgazmasi uyushtirilgan. Mana bu resim ko'rgazmasi bugun namoyishlar birga bir yerda o'tkazilyapti. Ikkinchi kunga qadam qo'ydi. Sizlarni ko'rib turganda qarindoshlarimiz asta-asta yig'ilyapti inshaalloh. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Farxat Yo'rinqash efendim. Tünügen München'den Abduz'da bir Abduz qarindoshlar geldi. Bu teşkillaş jarayonida siz ekilish jarayon bo'lsin Abduz'da. Cemi Germaniyadan sizce qancha Uyg'ur kelgandi? Biz tünögün Dünya Uyg'ur qurultayiningki o'rlashtirishida maxsus kiralangan Abduz bilan akşam kech soat 11:20'da, Berlin vaqti kech soat 11:20'da bir Abduz'da bir 50'ye yakın kardeşimiz München'de yolga çıkıp bu 600 neç kilometre yolunu yürüp bugün ettigen bir yere geldik. Kardeşlerimizin köpeğiniz puxlumidi.
mana kaplar ya nay ko'taranki ruh bilan namoyishdan o'rin olishga boshladi. Uningdan boshqa yana Germaniyaningki Karlsruhe, Stuttgart, Berlin qatorliq shaharlarda maxsus mashinalar bilan, avtomobillar bilan akşam yo'lga chiqib, hozir kelishga boshlagan qarindoshlarimiz bor. İnşallah birazdan keyin bu yerdagi namoyishlarning soni ko'payishga boshlaydi. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, yuqorida Farhod apandim deb o'tgandek, bugungi boshlangan yig'inga bu Xitoyningki ta'tir tashviqotiga qarshi noroziligini bildirish uchun va vatanda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni butun dunyoga anglatish, mustaqillik bo'lgan intilishimizni, hurlik bo'lgan orzuyimizni butun dunyoga anglatish uchun bu yerga ijroq yaqinlardan kecha chuqilmaydigidek kelgan qarindoshlarimiz sizlarda ko'rib turgandek barbara namoyish yig'ilyotdi. Biz programmamızın davam qılayotgan vaqtida yana qarindoshlarimizni ziyorat qilamiz va hozir riyosetchilikni men Baxtiyor Umar apanimga o'tkazib beraman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Namoyish tayyorliklari nihoyat jiddiy ketyapti ko'rayotganimizdek. Mana namoyishninki tayyorliklari asos jihatdan tutib jamoat yig'in namoyish maydoniga yig'ilib bo'libdi. Numur var mı yok mu? Baxtiyorga. Numur var. Hozir meniki. Numuru qarab, men yerda numerini topamiz. Joni bormi? Joni yo'q. Yaxshi yo'llab. Kelsa Alloh razı olsun. Namoyish keldiganlarmi bir qism kishilar kelib namoyish tayyorligini tugatib namoyishga tayyor bo'libdi. Qani vaqtni chang tutib iftixor apandi yana bir necha qarindoshlarimizni ziyorat qilishga tirishib baqsaq, Shveysariya Uyg'ur komitetining raisi Andili apandi ko'rinyapti ekranda. İftixor apandi, qani mikrofonimizni Andili apandiga berib tayyorliklar to'g'riliq bir ziyorat qilishni imkoni bo'lsa, ziyorat qilib baqsaq. To'yga kelganda
Bas. Tıkanı tövende İftihar Efendi Dünya Uygur Kurultayı'nınki Türkiye'deki vakfı reisi Abdurrahman Efendi'ninki ziyaretini başlaydı. Tıkanı merhamet. Hörmətli görürmənlər, hazırki əziz mehmanımız bolsa Dünya Uyğur Qurultayı Vəqfisininki reisi Abdülhamid Efendim buldu. Abdülhamid Efendim Atay'dan Türkiye'den bugünkü namayışqa qatnaş üçün geldi. Xoş Abdurrahman Efendim, siz Atay'dan Türkiye'denki bugünkü namayışqa qatnaşıp Xitay bo'lgan g'azab nafratingizni butun xalqaroga jakarlash uchun bu yerga qarindoshlarimiz bilan birga namoyishga ishtirok etib turyapsiz. Bugungi hissiyotingizni bir deb bergan bo'lsangiz. Assalamu alaikum barliq qarindoshlar, televizyon oldidagi bütün vatandaşlar, hammalarni oldi bilan muhabbat bilan salomlayman. Bugun haqiqatan muhim bir kun. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari komitetining Xitoyni Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida savol so'roq qiladigan va buningki hisobini so'raydigan bir kun. Bu kunda dunyoninki o'xshamagan davlatlardan kelib mishadigan shu namoyishga qatnashayotgan qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirman oldi bilan. Biz bu Turkiyadan ko'p kishi kelmagan bo'lsaqmi, 4 kishi keldik. Bu yerdagi bu namoyishda Turkiyaga vakolatan bizning azroq bo'lsin bir hissimiz bo'lsin, shu yerdagi qarindoshlarning bo'lsin salomini akilayli deb Turkiya bugun ig'ir bir musibatda yashayotidi. U yerdagi bütün xalqimizga va Türk xalqiga bu yerdan geçmiş bo'lsin tilaklarimizni va hammalarninki ishininki oson bo'lishi, bundan keyingi qiyinchiliklarni bütün dunyodagi Türk xalqi bilan birga o'tkazganligimizni bu yerdan bir qatim yana bildirishni arzu qilib bildirishni istayman. Ondan boshqa biz Sharq Turkistonliklar bo'lishib bugungi ahamiyatini nihoyatda yaxshi tunib yetishimiz kerak bo'lgan bir kun edi bugun. 5 yılda bir qatim o'tkaziladigan bu yig'in her yıl bo'lmaydi. 5 yılda bir qatim bo'ldi. Yani bu 5 yıl o'tkazchilik bo'lgan Allohda nim bo'ldi, nim bo'lmaydi, onu biz bilmaymiz. Şunlaşqa bunu özümüzün nihoyat yaxshi ifoda qilishimiz Xitoyninki bu shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida elib berilayotgan yig'inda Xitoyga so'riladigan savol so'roqlarni, ularni hisob so'raydigan bu kunda biz qanchalik kuchli bo'lsak, bizdeki cemaat fikrimiz qanchalik kuchli bo'lsa, u yerdagi insonlarni shuncha kuchli bir şekilde Sharq Turkiston masalasini anlata oladi. Bu yerda endi ko'rib turyapman, balki bundan keyin nurg'un qarindoshlarimiz kelishi mumkin. Hozirgachilik kelgan qarindoshlarning sonini biraz azroqdek his qilib qoldim. Bo'lib hamda Yevropada nurg'un Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz yashaydi. Hakikaten bizdeki davayımız kısa müddetlik bir dava emas, uzun müddetlik bir dava. Bir namoyish bilan, 10 namoyish bilan yoki boshqa faoliyatlar bilan bo'lib qoldiganlar ish emas. Shunga biz hech bir vaqt irodamizni yo'qotib qo'ymasligimiz lozim. Bir ish ajab oxirga chiqmadi deb ümidsizlanmasligimiz lozim. Umidvor bo'lishimiz lozim. Davomli, uzluksiz turda bu mücadelemizni davom qilishimiz lozim. Mayli 10 yil sursin, 20 yil sursin. Bizning hayotimiz butunlay şu dava için atalgan bozumu herip kalmay, bunu davamlıq, üzlüksüz elip bağımısak, o məlum mezgilden kelip o toxtab qalsa, bizden işimiz yaxşı bulmaydı. Şuna bir yerden bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızga bir müracaatda bulunma, mayli dünyanın nerede buluşuna qat nazar, namoyish bo'lsin, boshqa Sharq Turkiston bilan munosabatli faoliyatlar bo'lsin, imkonimiz yar bergan ölçüde bu faoliyatlarga qatılayli. Bu hamda bizden bir makal temsili var. Davaçı aciz olsa qazı mutam bo'pti degandek. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida qanchalik kuchli va gür ovoz bilan siz ovozimizni chiqara olsak, ularni Xitoyga qarshi shunchalik ig'ir savollarni so'rash bir kuchiga va shuni o'zida majburiyat qilib his qiladigan bir ahvol bo'ldi. Müşahede kelgan bütün qarindoshlarga tekrar rahmat aytaman. İnşallah yani bundan keyingi suhbatlarimizda agar uygun bo'lib qolsa, yana paranglashamiz. Rahmat. Sizga ko'p rahmat Abdurrahman Efendim. Aziz ko'ruvchilar, hozir ko'rganinglardek namoyish boshlanishida turyapti.
namoyishimiz davomlashayotgan jarayonda biz yine ziyoratlarimizni davomlashtirib turishimiz. Hozir riyosatchilikni Baxtiyor Ömer efendimga o'tkazib beraman. Rahmat. Aziz qarindoshlar, namoyishimiz rasmiy boshlandi. Namoyishimizni stol marshimizdan boshlaymiz. Rahmat aziz qarindoshlar. Endi tuvanda Dünya Uyg'ur Qurultayiningki raisi hurmatli Dolqun Aysa efendimni namoyishimizning ichilish nutqini so'zlashga taklif qilamiz. Rahmat Dolqun Aysa efendim. Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar. Dünyanın köplüğün devletlerden keçici tönögün yol minip nurgun japalar bilen bir yetip geldinler. Hemmenlerden Allah razı olsun. Bugün bu namayişimizde Utrpa Amerika'dan ve Avrupa'nın her kaysi taraflarından, Türkiye'den, Kazakistan'dan, Germanya'dan, Şvisya'dan, Norveç'den, İngiltere'den, Belgiye'den, Gollandiya'dan, yani kaç devlet kaldı? Fransa'dan, yana Şvisya'dan dedim. Muşu devletlerden karındaşlarımız bir kança haftadan bu yan ciddi tayyorlik qilib, vaqtlarını ajratib, bugün bir keldi. Hemmenlerden Allah razı olsun. Bugün hakikaten tarihi bir gün. Bana biz aldığımızı qarab turvatkan muşu binada hazır Xitay'dan Beijing'den kelgen, atalmış Abdumrayin'den kelgen delegatlar müşahede var. Üzünün Şarkı Türkistan'da aziz vatanımız Uyg'uristonda yapılatkan qalliq qirg'inchiligini yushirish uchun, gunohlarini oqlash uchun, o'zini mudofaa qilish uchun birozdan keyin zalga kirdi. Hozir sizlar bilan so'zlashib, men bir şey kiraman. Soat 10'da başlandı ama derizlarimizni ko'rib o'tdi. Bu inqilob degan mana shu. Misal hammamiz ko'k bayroqlarimiz bilan, ko'targan lozunkalarimiz bilan Xitoyning ko'ziga, Beijingdan kelgan, Urumchidan kelgan, Lasadan kelgan ashu Xitoyning vakillariga, halçılarının altında özümüzden Kaysar irademizni, erkinlikka bo'lgan, tizlik baydigan irademizni jarlan qila olganligimiz uchun müşakelgen insanlar, kahraman insanlar ve hurransa qo'ldanamiz. Çünkü bu hamma insonga nisib bo'lmaydi. Bugün münasebetler bir japa tattılar ama japa tatkan bilen Xitoy hükümeti o'zi aşı Beijing'den nurlangan insanlardan kelib, o'zining jinoyatini yushirmoqchi bo'lgan vaqtimizda bu Kaysar insonlarni ko'rib, ularning qanchalik perişan bo'lib ketganlarini, chiroyining qanday bo'lib ketganlarini birozdan keyin men chiqib sizlarga so'zlab beraman bu yerda. Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı Medeniyet, İçtimai ve Sosyal İktisadi Haklar Komitesi'nin 73. katılımlık yığında Xitayni gözün geçirdi. Xitayla nurgullan tayyorliklar bilan bunun 5-6 yil tayyorlik qilib, bu imtihondan o'tish uchun keldi. Ama biz hozir ben Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komiseri Volker Beck Efendi bilen yığından çıktım. Tügümedi, ben bir şey qaytib geldim. Bir yerdemiz cezalar meselesini Xitayning Sharq Turkistonda yapılatkan bu qirg'inchiligi 6-7 yil qadam qo'ygan bo'lsa-mu, hozirgacha nurg'unlagan davlatlarni sukut turayotganligini,
burunqi Ali Komiser Bakel'nin bizim vatanını ziyaret kılıp ama Xitayning menfaatiga ziyaret bo'lganligini, shuning uchun yangi Ali Komiserning bu vazifasini ijro qilish kerakligini, Uyg'urlar haqidagi dokladni qaytadan ko'rishtirish kerakligini, 2-ayning 27 kuni oldimizda boshlangan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 52. katımlık yığınında bu meselenin ciddi müzakere kılış gerekliğini, Tayland turmuş yetiyatkan 50'den artık karındaşlarımızın asta aşağıda ülep tüküp bakanlığını tüm gün Abdullah deydiğen kardeşimiz 11. ıslah vefat oldu. Tayland turmuşu da oturup koyduk, yığın devam koydu o yerde, ben niye geldim. Şununla birazdan ki saat 10'da yığın başında müsaade cengiler şuarlarımızı dolar arkarak aşağı yığın bile atma vakti avazımızı bildirebilirsek, onun için biz vaktimiz yetken bulunuz. Saat 1'de tügeydi, 1'de çıkıp yedi boğan yığınlar hakkında sizlerge kıskışı bolsunlar. Bir malumat verimiz. Şununla capat attınlar. Allah razı olsun. Hem benlerden herif kalmayırsan. Saat 1'de devam kıldı. Hava yakşı. Allah'a şükür bir yağmur yağmadı, kay yağmadı. Şununla cengi bizden ay Xitaylarını veyran kıytaylı. Bizden hep bağlamış güreşlerimizde yanı bir kalbinde koya erkin dünyası gelmek istemiş, gelmek istemiş. Kilenmedi. Muşu bolatkan teşvikatlardan kokap kilenmedi. Engile'ye gelmek istiyor. Engile'deki teşkilatın çıkanımız, İYA'daki parlament azaları, halkara menfaatlarının besiminden kokap Engile'ye git şu mümkün. Çünkü adikatlarımız ezbergen kokap şu cesareti göstermedi. Demek yüzün cinayetini yuşuruş ve aklaşçın epiratkan bu diplomatikimizde mağlup oldu. Mağlup oldu. Demek muşu kalbi eğer biz muşu cesaretini közetmegen bolsak, muşu iradını közetmegen bolsak, Xitay kollarını Selip kilip durup yüzün yalgan teşvikatını kılıp dünyada aldaydı. Al diyenimiz bu bir kısımlarının kalısıga bir sual işareti koyattı. Ama Xitay bir yerde mağlup oldu. Erkin dünyası Avrupa'ya gelenmeyden oldu. Bir şeyde köreşmek stok, bir şeyde küzün yüzü karap durup deydiğen geplerimiz vardı. Ama o kelamede başka halçıları var. Olağı bakıyor bizim deyimiz. Bu bir diplomatik halde. Muşu müşakegen bütün kahramanlarının dünyanın başka yerdeki kömür bölgen bütün kahramanlarının kalbisi hemenlerden Allah razı olsun. Thank you everyone for coming to our protest here. That's why we have to start with some slogans, and then I will invite our speakers, the next speakers. Yeah. Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara müstakillik! Xitaylar çıkıp geçsin! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! We want justice! We want justice! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Thank you, everyone. I would like to invite our next speaker. This is Lisa Mansoni. She's the director of Society for Threatened People in Switzerland, and also the member of the parliament. Yeah. Keyinki bizdeki yaklaşılan adamımız bu Lisa Mansoni oldu. Bu Xatar astidagi tashkilotlarninki direktori bo'ldi, o'shadagi Shvetsariyaniki. Ashton bir so'z taklif qilaman. Rahmat. Thank you. Dear friends, dear Dalkun Isa, it's an honor for me to give this speech. I am Lisa Mazzon, a member of the Council of States of the Green Party of the Canton of Geneva and president of the Society for Threatened People Switzerland. It's an organization that has been fighting for the rights of the Uyghurs and Tibetans for over 20 years. Unfortunately, the human rights situation on the ground has not improved in recent years. On the contrary, it has become worse and worse. I would like to take this opportunity to express
my deep solidarity with the Uyghurs, Tibetans, and also with the other groups of people who are violently oppressed by the China's government. China's policy of arbitrary detention and forced labor, mass birth control, and discriminatory mass surveillance in East Turkestan constitutes grave violations of international law. In Tibet, Tibetan children are placed in colonial boarding schools and preschools where they are separated from their families and forced to speak Chinese. They are denied access to their own language and culture. This is also a serious violation of international law. These are just a few examples of the untenable human rights situation in the People's Republic of China. Of particular concern to me, however, is the influence of the Chinese government in the human rights bodies of the United Nations. The last day of August last year, the influence became apparent when the report of the UN High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in East Turkestan was published minutes only before High Commissioner Michelle Bachelet left her position. Without any obvious reason, the publication was delayed for over a year. Shortly after the release of the report, the Human Rights Council voted on a resolution that asked for a debate, considering that the report found that China may have committed crimes against humanity. Holding a discussion would have been the absolute minimum. However, China lobbied intensively and used its economic power to prevent such a debate. That day, the Human Rights Council lost its moral standing. We expect from the experts of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights to stay firm and not to be intimidated nor instrumentalized in the current examination of China's country report. We expect them to submit an independent report with clear recommendations. It's also important that Switzerland and other countries increase the pressure of the People's Republic of China. As a member of the Council of States for the Green Party, I will bring this to the attention of the Federal Council and advocate for the following points. Switzerland must consistently support the UN resolution on the topic of human rights violations in East Turkestan and Tibet. Switzerland must adopt the European sanctions against China. Switzerland must renegotiate the free trade agreement with China to prevent links of the Swiss economy to the human rights violations in East Turkestan and Tibet. Switzerland must use its unique opportunity for the 2 years membership within the UN Security Council to hold China accountable. China is very powerful. We therefore need to take a smart mix of measures at all levels to improve the situation. Staying silent and continuing business as usual is no longer an option. Thank you. Thank you for your words and thank you for your support. Our next speaker is, in behalf of the
Uyghur Society Association in Switzerland, Rizwana Ilham. I would like to invite her to the stage. Test. Salam aziz qarindoshlar. Salam Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Sizlarni Shvetsariya Uyg'ur jamiyati nomidan qarshi olman. Shvetsariyaga xush kelibsizlar. Ladies and gentlemen, distinguished members of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, dear colleagues from the World Uyghur Congress. My name is Rizwana Ilham. I am a member of the Swiss Uyghur Association, des Uigurischen Vereins Schweiz, and of the World Uyghur Congress. It's an honor to talk on their behalf. It is with a heavy heart that I stand before you today, once again, to bring light to the horrific violations of human rights being perpetuated against the Uyghurs, Tibetans, Hong Kongers, and other human beings in our homelands. The World Uyghur Congress is submitting our report to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights as part of our mission to protect the interests of these communities. China's policies of arbitrary detention, forced labor, coercive mass birth control, discriminatory mass surveillance, and invasion of privacy are in clear violation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and China's own domestic law. These policies have led to the unjust treatment of innocent individuals and families, with widespread human rights abuses including the suppression of cultural and religious expression, forced separation of families, and inhuman treatment in so-called re-education camps. The right to work, to receive an education, to maintain one's family and community's relationship, all are under threat. As a global community, we cannot stand by and watch these atrocities continue. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights guarantees the right to work, the right to education, the right to health, and the right to cultural and religious expression, among others. These are just not abstract concepts, they are fundamental human rights that should be protected for all people, regardless of their race, ethnicity, and religion. The World Uyghur Congress is calling on the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights to take action to ensure that China fulfills its obligations to protect the rights of Uyghurs and other ethnic peoples. We believe that the international community has a responsibility to hold China accountable for its actions and to work towards a world where all people are free from oppression and discrimination. We call on the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to hold China accountable for these violations and to make recommendations that will lead to concrete change on the ground. We cannot and will not stand by and watch as the basic human rights of these communities are trampled upon. The World Uyghur Congress is committed to continuing its efforts to raise awareness about the situation in Uyghur region and to fight for the rights of these communities. Ladies and gentlemen, it is time for us to stand for justice and human rights. I ask each and every one of you to join us in our efforts to bring an end to these horrific violations of human rights. Let us stand together to ensure that the International Committee on Economic, Social and Cultural Rights is upheld and that the rights of the Uyghurs, Tibetans and Hong Kongers are protected and that they can be able to live in peace. Thank you. Rahmet. Aziz qarindoshlar, men hozir şuncha azırak şuar to'laymiz, billa o'sha anglashiladi.
China lies, people die. China lies, people die. Show our relatives. Where are others? We need freedom. UNO, give us justice. UNO, give us justice. Justice for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. UN, break your silence. China lies, people die. China lies, people die. We need freedom. We need our rights. We need our mosques. We need our rights. UNO, give us justice. China lies, people die. China lies, people die. Freedom for East Turkestan. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. China lies, people died. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. Human rights in East Turkestan now. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara müstakillik. Müstakillik. Uygurlara müstakillik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Xitay lanetimizden çıkıp ketsin. 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 Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! We need freedom! We need freedom! We need our rights! We need freedom! We need our rights! You alone break your silence! China lies, people died. China lies, people died. China lies, people died. China lies, people died. We need freedom. We need justice. We need justice. We need freedom. We need our rights. China lies, people died. China lies, people died. We need our rights. Where are our brothers? Where are our sisters? Rahmet erkinliğinizge. Karındaşlarıma köp rahmet, Allah razı olsun. Mana aşkıcı tutulmay köpençinla yol yürüp gelip kendine ait jaranlık şu var bile özanlık azapına bir işaret kılıyorsa bayı köydünler Xitayning vekiller ömgünün azaları çıkıp ata
mana bu bizningki namoyishimizning kuchi, to'lg'an shuvallarımızın, qarangliq shuvallarımızın kuchi. Az qarindoshlar, boya reisimiz o'qimaysam deb o'tib ketdi. Bugungi bu namoyishga shu Yevropadagi qarindoshlarimizning bugun o'tkazayotgan bu namoyishga madad berish uchun Yevropaning sirtidagi ba'zi davlatlardan qarindoshlarimiz keldi deb aytgandik. Bu qarindoshlarımızın bir yurak so'zini anglaydi. Aldı bilan bu Qozog'istondan Olmaotadan kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi Abdurashid Turdiyo'v afandim. Bir yurak so'zlarini qilishga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Ben Qozog'istondagi Uyg'urlarga vakolatan keldim. Kelishimning sababi bizning Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isoning chaqirig'ini anglab, darhol harakatga o'tib, Uyg'urlar yig'ilib o'tkazib, meni vakil qilib bu yoqqa avatdi. Bugun Xitoyni so'roq tatadigan kun. Albatta biz tinch o'tiramiz, bunga biz qo'shilamiz. Vatanimizda bo'layotgan denatsia siyosatini qo'llamaymiz, ham qabul qilmaymiz. Shuning uchun biz sizlar bilan birlikda bir safda bugun o'zimizning noroziligini bildiraylik deb keldik. Endi azroq shuarta olaydi. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoylar chiqib ketsin! Uyg'urlarga mustaqillik! Rahmat hurmatli Abdurashid Turdiyo'v efendimga. Çünkü bu Uyg'ur shuvarni anglaydiganlar var. Xitoy vakillarining ichida ularning tarkibida Uyg'ur va balki o'zbeklar va qozoqlar va ya'ni o'zini jinoiy qilmishlarni oqshallash uchun ba'zi atalmish shohidlarni boshlab kelgan Xitoy umiga bizning mana haqiqiy shohidlarimiz, rost shohidlarimiz. Mana Qalbi Nursida xonim, Gulbar Jellova xonimlar yana bugun bu yerda o'zlarininki qayta bir guvohligini isbotlash uchun berish uchun bu yerda aramizda bor. Endi takror xush keldinglar deyman. Va qurultay nomidan alayda bu lager shohidlarimizga rahmatimni bildirman. Aziz qarindoshlar, bayma dedik, Turkiyadan bir guruhga qarindoshimiz maxsus bugungi namoyish qilib qatnashyapti. İstanbuldan, Bursa'dan kelib, bular vakolatan men Markaz İstanbul'daki Dunyo Uyg'ur qurultiyining vaqfininki raisi hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendimning bu yurak so'zini anglashga taklif qilaman. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hammalarga aldıktan Türkiye'deki qarindoshlarımlarningki salomini yo'llashni, salomini aytildim. Hammalarningki ko'p salomi bor. Bu yerda bugun biz Birleşken Devletler Teşkilatı İktisadi, İctimai ve Medeniyet Hakları Komitetininki 73. qatımlıq yığınida Xitoy hakimiyetini Şarkı Türkistan'da elip beriyotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi savol so'roq qiladigan bir yig'inninki oldida, bir binoning oldida biz Sharq Turkistonliklar bo'lishimiz bilan Xitoy xalqininki ve bütün dünya halkının, cümleden Sharq Turkiston halkının ashaddiy dushmani bo'lgan Xitoy Kommunistik Partiyasiga elib beriyotgan irqiy qirg'inchilik ve dünyaya elip kelayotgan afetlerine karşı avazımızı çıkarış için Xitoyning zulmini hiç kaçan kabul qilmaydiganligimizni, mayli Xitoy iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan ve nüfus jihatdan qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar biz Xitoyning qarshisida, Xitoyning ko'ziga tikilgan qadalgan bir mix bo'lib turganligimizni ifodalash uchun bu yerga yig'ilib turibmiz. Bu namoyishga dunyoning har qaysi joylaridan kelib qatnashayotgan barliq qarindoshlarning hammasiga ko'p rahmatimni bildiraman. Biz bu Turkiyadan ko'p sondagi kishi qatnashamay qoldik. Bilasizlar, Turkiyadan kelish uchun bu viza masalalari haqida ig'ir. Bo'lmasa ko'p sondagi kishi kelishni orzu qilganlar batı kelolmay qoldi.
Şunun için biz Türkiye'den vakaleten 4 kişiye geldik. Dünya Uyghur Kurultayı vakfıge vakaleten ben bizdeki Dilşat Barışçı efendim bizdeki Ömer Seydin kardeşimiz Abdülkadir Uygur Dünya Uyghur Kurultayı Yaşlar Komitesi'ndeki muavin reisi Abdülkadir Uygur kardeşimiz 4 kişi geldi. Bir yerde bundak namayışlar bunun burnu bulunup ötülgen. Bundan keyin bu namayışlar yani buludu. Lekin biz suslushib qolmasligimiz lozim. Bir qatimliq namoyish bilan yoki 5 qatimliq 10 qatimliq namoyish bilan va yoki boshqa faoliyatlar bilan biz suslushib qolsak, bizningki da'voyimiz xalqaroda hozirgi ko'tarilgan saviyada mangmaydigan bir ahvolga tushib qolsa, biz uchun nihoyatda cho'ng bir yo'qotish bo'ladi. Uning uchun dunyoning nerda bo'lishidan qat'iy nazar Sharqi Turkistonga munosabatli bir faoliyat bo'lgan vaqtimizda imkonlarimiz yar bergen ölçüde çokum şununla bir katlaşıp tırsak o belli Şvitsariya buluşu mümkün veya ki başka devletler buluşu mümkün. Kaysi devlet buluşunu katılıyorlar? Aslında özümüz şu vaktimizni, iktisadimizni ve başka ailemizden boğan vaktlerimizi şununla serip kılıp katlaşa alırsak bu bizdeki fidakarlıklarımız bir yere gözetken fidakarlıklarımız inşallah vatanımızda ırkı kırgınçılık uçuravatkan 25 milyonga yakın Müslüman Şarkı Türkistanlık Uygur halkınınki azırak bolsunmu derdiga derman buluşka bir faydası bolsa biz şundan intayın koşabiliriz. Elbette bizimki ahirki nişanımız Şarkı Türkistan'ınki müstakillik. Bu müstakillik kısa müddetlik buluşunu arzu kılımız elbette. Lekin uzun sürüp kalishi mümkün. Bu jarayonda eğer biz 1 yıl, 5 yıl bu faaliyetlerini ilip bağlandıkken asla susluş kılış taraf mansak biz neticini kolunu keltiremeyiz. Her yılı 1 yıl aldığın kısa karaganda tekimi güçlük hareketler bilen, tekimi cengavarlıklar bilen bu hareketini davamlaştırışımız, meyus bulmasılığımız, ümitsiz bulmasılığımız ve her vakit Şarkı Türkistan'ınki bir güne çokum müstakil bulduğanlıqıga işinadigan aşındaq bir işenç, itiqat ve iman bilen hareket qilgan vaqtimizda işinimizki xalqimizningki tirishchanligi, dunyoning bizga bo'lgan yetishtashligi, Allohningki yordami bilan Sharq Turkiston xalqiningki beshiga kelgan kelayotgan bu musibatlardan, bu irqiy qirg'inchilikdan ve bu işgaldan qutulishimizga vesile buldu deb ümit qilamiz. Hammalardan Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet. Bizim ağrımızda yani insan haklarını qo'g'dash tashkilotininki a'zosi John Fisher efendim. I would like to invite our next speaker, John Fisher from the Human Rights Watch, please, for his supporting words. Thank you very much, and it is an honor to stand here with you today. Last year, a report by the United Nations High Commissioner for Human Rights laid bare China's crimes against humanity against the Uyghur people. Enforced disappearances, arbitrary detention, a systematic attempt to suppress Uyghur culture, language, tradition, religion, identity. China tried very hard to prevent that report ever seeing the light of day. It failed. Now the whole world knows what the World Uyghur Congress, Human Rights Watch and others have been saying all along, that China is responsible for international crimes, that it has been systematically targeting the Uyghur people for violations of human rights, and that it must be held to account. Shamefully, states at the UN Human Rights Council refused to even debate the High Commissioner's report. But we came further and closer to holding China accountable than we ever have before, with China only succeeding by 1 or 2 very slim votes. We will not be silenced. The World Uyghur Congress and its allies will not be silenced. And we will keep on fighting until the day when every Uyghur is reunited with their loved ones and China is held to account for its international crimes. The treaty bodies will be reviewing China's abysmal human rights record, and we call upon them to hold China to account, to continue to expose its violations, and to stand with us
with you and with the rest of the international community until the day that the human rights of Uyghurs in China and around the world are respected and you stand free and reunited with your loved ones. Thank you very much, Mr. John Fisher. Hazır bir yana haber geldi. Bizde yaxşı anlavattık oldu. Şu an şu art olaydı. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Close the camps. Close the camps. China close the camps. China close the camps. China lies, people die. China lies, people die. We need freedom. We need freedom. We need our rights. We need our rights. We need our rights. We need our rights. We need freedom. We need freedom. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Uzbekistan. China lies, people die. 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 UNO, break your silence. 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 China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Rahmat aziz qarindoshlar. Xo'sh aziz qarindoshlar, shu o'rinni bog'layapmiz. Har qaysi allardan kelgan qarindoshlarimizning yurak so'zlarini anglaylik. Bizga madad bo'ladi, ilhom bo'ladi. Birisi Angliyadan mutavakki yo'lni yiroq ko'rmay kelgan yerda aramizda Angliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mayra Isa xonim, Dünya Uyghur Qurultayı Londra ishxonasining direktori Rayima Mahmud xonimlar bor aramizda. Başka devletin teşkilat nasıllarım var. O bilen Şivsiya Uyghur Birliği'nin reisi Baxtunur Abdurrahim'le böyle yürek sözlerini anlatsak merhamet. Assalamu alaikum aziz fidakar qarindoshlarım. Yevropaning har bir davlatlardan kelgan azizlar, Yevropa sirtidagi mamlakatlardan madad berish uchun safimizni ulg'aytib kelgan muhtaram xonimlar, afandilar, hammalarga ali ehtiromlar, salomlar bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bu tarixiy bir paytda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirishga imkon bermaslik uchun bu yerda saf tuzib turibmiz biz. Hammalarga oliy ehtiromlar bo'lsin. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni besib olgandan ta hozirga qadar irqiy qirg'inchilik to'xtagani yo'q. Mana bu rasmlar nima deydi? Shu aziz jonlarning hurmati uchun biz bu yerga saf tuzib keldik. Xitoy jinoyatini yo'qmaydi, yo'shirolmaydi. Tarix sahnasidan Xitoy hamon bir supurib tashlandi. Biz bosh egmaymiz, shu iroda bilan bu yerga keldik. Hammalarga oliy ehtirom. Lager şahitlerimiz acayip zulümlerini beşinden geçirdi. Hem bir yerde tik durmadı. Hammalarga oliy ehtiromlar bo'lsin qarindoshlarım. Vatan hamon bir kun mustaqil bo'ladi. Bizning bir harakatimiz tarix yoritadi, tarixni yozilib mangadi. Hammalarga oliy ehtirom. Xitoy tajovuzchilari hamon g'ulab tushadi. Bu faqat vaqt masalasi. Xitoy o'zlarining jinoyatini yo'shirib qolmaydi, aqlayamaydi. Biz bu tarixiy minutlarga shohid bo'lib turibmiz. Hammalarga rahmat. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Sharqiy Turkistonga mustaqillik.
Şarkı Türkistan'a müstakillik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga müstakillik. Uygurlarga müstakillik. Biz haman müstakilimiz. Biz haman müstakil bulunuz. CCP liars. CCP lies. China fascist. China fascist. China fascist. China fascist. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Stay in the camps. Close the camps. Close the camps. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Çok rahmet arkadaşlar. Rahmat. Hürmetli Batmul Hanım'ın güzel sözleri ve cananlık şuarları için köp rahmet. Rahmat, bizning aramızda yana bir Tibetlik qarindoshimiz bor. İsmi Ugen Tenzin Nukba. I would like to our next speaker from Tibet Society in Switzerland, Mr. Ugen Tenzin Nukba, please. Good morning. I'm Ugen Tenzin Nukba. Sorry for my broken English. Can I say in French? So I think time is changing. Also the weather today. Le temps est en train de changer. Et nous sommes ici, moi personnellement je suis membre de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. Je suis un simple membre et je suis aussi membre de l'ACAL France, une organisation basée à Paris pour les droits de l'homme et pour les droits pour le peuple tibétain et pour la défense de la culture tibétaine aussi. Et donc, comme je disais au début, le temps est en train de changer. Et ce que nous sommes devant l'ONU est pour dire que Ouïghours, Tibétains, nous sommes ensemble avec les peuples opprimés par le Parti communiste chinois et la politique de Xi Jinping. Le temps est en train de changer. Et nous disons à l'ONU, nous demandons justice pour nos peuples qui sont qui ont le droit d'exister. We have a right to exist, our people from Uyghur, Mongolia, Tibetan, and Hong Kong, and so many people, and our land is occupied by China, illegal. This is meaning of rights. We need rights to exist as people. We are not minority of China. We are our own people, and with our cultures and etc. Time is changing. Time is to say to Xi Jinping and CCP, game over. And we need justice for our peoples, justice for our rights to exist as people. Thank you. Thank you. We are solidarity with our people. Chinese has la Chine a peur de notre union. Donc nous devons être unis dans notre lutte. Chinese has angst, no? Fear. Chinese has fear for our union.
we must move together to ask justice and rights for our people. Thank you very much. Endi azroq bataylı nemeden haberler ki ortada innet anlamda tuttu. Şunun için hazır İngilizce ve eğer Xitaycha bo'lsa batası bo'lib anlasın. Stop the genocide! Stop the genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! China lies, people died! China lies, people die! China lies, people died! China lies, people die! Stop the assimilation! Stop the assimilation! Stop the assimilation! Stop the assimilation! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need human rights! We need human rights! We need human rights! We need human rights! We need our culture! We need our culture! We need our language! We need our language! We need our children! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! China, close the camps! China, close camps! Close the camps! Close camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need our rights! We need our rights! We need our rights! We need our rights! We need freedom! We need freedom! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! China lies! People die! China lies! People die! China lies! People die! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, stand up for Uyghurs! 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 UNO, break your silence! UNO, break your silence! We need justice! You need justice! We 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 need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need human rights! We need human rights! We need freedom! We need freedom! China lies! People die! China lies! People die! Close the concentration camps! Close the concentration camps! Where are our people? Where are our people? Where are our people? Where are our people? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? Where are our brothers? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? UNO, we need justice! UNO, we need justice! UNO, we need justice! Where are our people? Where are our people? Close the concentration camps! China lies! People died! UNO, give us justice! China lies! People died! UNO, give us justice! We need freedom! We need justice! We need freedom! We need
Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Trung Quốc侵略者，独立我之后，维吾尔人要自由，维吾尔人要独立，滚出我们的祖国，滚回你的中国主权，停止屠杀，停止掠夺，停止奴役，停止杀戮，滚出我们的祖国，维吾尔人要自由，滚出我们的祖国，滚出中苏联时代。滚回中国！滚回中国！打倒习近平！打倒共产党！打倒习近平！打倒共产党！中国恐怖分子！滚出我们的祖国！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！停止屠杀！停止种族灭绝！停止种族灭绝！关闭集中营！关闭集中营！我们要人权！我们要自由！我们要独立！我们要独立！滚回中国！滚回中国！滚出我们的祖国！滚出我们的家园！释放我们的亲人！释放我们的亲人！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoydan chiqqan! Xitoydan chiqqan so'ng camp! Freedom for Uyghur! Freedom for Tibet! Independence for Tibet! China Day! Uyghur Day! Close the concentration camp! Get out of our motherland! Go back to China! China, go home! China, go home! Stop the genocide! Stop the killing! Stop the killing! Freedom for Uyghur! Where are our brothers? Release our fathers! Close the camp! Go back to China! China, go home! Stop lying! Stop lying! Close the camp! We need freedom! We need freedom! We need justice! We need justice! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik!维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！滚出我们的祖国！滚回中国！滚回中国！停止屠杀！停止屠杀！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要独立！滚出我们的家园！滚出我们的家园！ Rahmat Gollandiyadan kelgan Adil qarindishimizning bu jarohat shuarlari uchun. Chunki zaldan kelgan ushurlar qaraganda aniq aniqlanib turdi ekan zaldagilarga. Hozir Xitoy hisob beribdi.
Qarindoshlarımızdan tekrar Allah razı olsun. Şehitlerimizden aşağı lagerlarda azap okuvat çekivatgan milyonlagan qardoshlarimizni aqlarimiz uchun bu yerda mana ishinglarni tashlab, dukunni taqab, ishlayotganlar ish o'rinida ruxsat so'rab, ata-aytin fidokorlik ko'rsatib, bu yerga to'planib keldinglar. Rasmiyatmi raisimiz Dolqin Esa efendim rahmat etgan bir qism qarindoshlarimiz qatnash sababidan kechikib hozir kelgan qarindoshlarimiz bor. Endi takror bu dunyo qurultining sababiga rahmatini qaytarib bildirib qo'yay dedim. Xo'sh, tövende Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imirov efendimning bu yurak so'zini anglaylik. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz biroz kech qoldik, aeroportga kelgandik. 30 daqiqa ish keldik hozir. Bilamizda namoyishlar yaxshi bo'yibdi. Inshaalloh ishlarimiz milletimizga foydali bo'lsin. Bugungi bu Xitoyning cho'moqchilariga o'zimizning noroziligini ko'rsataylik. Canlı turda mayda bir 2 soatga 3 soat keldik. Shu 2-3 soatni yaxshi foydalanib o'zimizning noroziligini degandek oz uzoqmi soz bo'lay degandek mana shu yerda o'zimizning shu butkul Uyg'ur millatining nomidan mana shu kelib turmiz. Biz masalan Belgiya jamoatining nomidan keldik. Hammalarga bizning jamoatimizdan salom. Doim bo'lsa deymiz. İşlerimiz yaxshi bo'lsin. Çok rahmat. Rahmat Abdullah Imirov efendimge. Fransiya'dan kelgan qilib qarindoshlarimiz bor. Ularga boshlanchilik qilib kelgan Fransiya Uyg'ur birligininki qurg'uchi sobiq raisi Akbar efendimni men bir yurak so'zini anglaylik. Rahmat. Akbar sözü sonu kime? Assalomu alaykum. Namoz kelgan barliq qarindoshlar, hammalar xush kelibsizlar. Men o'sha yaqinda Turkiyaga qilayotgan yordamga qarab, bugungi bu namoyishga to'shibdi deb o'ylagandim. Ko'nglimda yerim bo'ldi. Shundan so'ng aziz ketdik. Ben Fransa'ya vakaleten yapmadılar. Ama onları otursalar. Rahmat, hürmetli Ekber efendimge. Tüvende yine Avrupa Uygur Akademisi'ndeki reisi Doktor Abdüşkür efendimle. Sözü tekrar. Assalomu alaykum. Yevropaning ichidan sirtidan kelgan barliq qarindoshlar. Xush keldinglar. Good morning, dear friends. On behalf of Uyghur Academy Europe, I would like to thank that you are being with us today, and we appreciate your compassion and appreciate your commitment. That means a lot to us. So before I start my speech, let's try to imagine millions of people who are being tortured and raped in hundreds of thousands of concentration camps, prisons, and the forced labor camps. Try to put yourself in the shoes of those people being stripped of their human dignity. Knowing somewhere in the world so many people gathered in the front of United Nations headquarters and shouting for them, standing up for them, caring about them, and cry for them, how much that might mean to those people. I'm sure you know all of that. That's why I thank for all of you being with us here today. We are far from China, and the atrocities committed by China's Communist Party, especially since last 7 years, may be very distant to those people sitting in this building.
but not for us. For us, for Uyghurs, it's very close, and every day we struggle, live with guilty, and struggle with the mental health, and constantly feeling hopeless, and that drains our energy. We are living in a democratic country. We know we are far away from China, but CCP tries to control us every day. They intimidate us by hijacking our family members, putting them in jail, in concentration camps, force women to marry Chinese men, and rape them, force pregnant women to abortion. I cannot count all those crimes committed against Uyghurs, the genocide, one by one. We have some witnesses among us. They are our life proof that China cannot deny, cannot torture it. How hard the China tries to hide this crime, we have brave whistleblowers, and we have brave researchers. They provide us a whole bunch of evidences so that we have enough to prove that China committing genocide against the Uyghur people. We are here today not to ask your mercy. Today we are here to warn the National Committee how the world leaders are taking dangerous paths to appease the Chinese government. They are dealing with the evil government, and this evil government should not be underestimated. They will not stop after eradicating the Uyghur people. If you don't believe me, ask the neighboring countries who became already economic slaves of China. And they are trying to also introduce an Orwellian surveillance system all around the globe. I just mentioned the police stations discovered from the many countries around the world. So they are in our doorsteps. And if you don't stop them, the consequence will not be beyond our imagination. So the Chinese genocide policies must be stopped, has to be taken action. Otherwise, the promise has been done, never again will become a meaningless, empty slogan. That's why we ask international community to act immediately, without any condition, to stop this crime against humanity, genocide against Uyghurs. Thank you very much. Rahmat Dr. Abdüşkür Efendim'e. Aziz kırındaşlar, bugünkü namayış ciddi keskin bir namayış. Şuna aldıqıрақ kelip, ciddirak turunlar, hapamısanlar. Gapni keyin qilish vaqili bo'ladi, mana namayishdan keyin. Bir tugaydi zaten. Şuna biraz ciddi bo'laylik. Tepadan Xitoylar chiqib arlab, resim tortyapti, video tortyapti, ko'rdinglar bayon. Uningdan keyin naq maydondan berilyapti bu hozirgi namoyish. Butun dunyoda Uyg'urlar ko'ryapti. Şuna biraz ciddi bo'laylik. Albatta, kecha yo'l yurib charchab keldinglar. Alloh rozi bo'lsin tekrar. Xo'sh. Unda bo'lsa bo'ladi, merhaba. Bonjour à tous. Je voudrais un peu parler en français parce que comme ici en Suisse, la langue française c'est une langue officielle. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu aux francophones qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est ici les représentants de diaspora ouïghour, les associations ouïghours de toute l'Europe, même d'Asie, l'Amérique, Canada, qui sont là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie leur effort qu'ils l'ont venu jusqu'ici. Nous, aujourd'hui, protestons. Pourquoi? Parce que derrière nous, ici, il y a une commission de culture
il y a une commission économique, il y a une commission sociale qui est en train de traiter les délégations chinoises pour demander qu'est-ce qui se passe dans le pays. Donc ici, il y a des responsables des génocides ouïghours qui sont là, juste derrière nous. Eux, ils sont responsables des millions de gens qui sont dans les camps de concentration. Ils sont des responsables de politiques qui mènent envers le peuple ouïghour, envers le peuple tibétain, envers les autres peuples qui habitent dans notre patrie, dans l'Est Turkestan, ou bien Ouïghuristan, on peut dire. Voilà. Et ça, c'est une journée très importante. C'est pas une manifestation comme habituelle. C'est un peu autre chose. Et je veux demander à toutes les personnes qui sont là d'être un peu sérieux, parce que on peut dire, au champ de bataille, on peut dire, parce que ils sont là. Hein. Ils filment, ils font des photos, tout ça. Donc voilà. Et on demande aussi aux Nations Unies qu'ils traitent notre affaire avec justice et avec sincérité. Mais on croit évidemment à eux parce qu'on est quand même dans une société démocratique et j'espère qu'ils vont avoir leur réponse ici. Voilà. Merci. Gerek kilip bir avazda vakaylayamdı çünkü bu resmi anlamadık mı yani Petrol'lar, Zümrüt aylar, Doğum kamlar, kalbinelerim şeyler yapmışım maya zavuktu. Sonra innet anlamatıldı katıgarak vakaylaydı. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Where are our people? We are people. Where are our people? We are people. Where are our brothers? We are brothers. Close the concentration camps. 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 Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want our rights. 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 UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. Where are our people? We are people. Where are our brothers? We are the brothers. Where are our sisters? We are the sisters. China lies, people die. China lies, people die. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Close the camps. Close the camp. Close the camps. Close the camp. Close the concentration camps. Close the concentration camp. China lies, people die. China lies, people die. UNO, we want freedom. UNO, we want freedom. UNO, we want justice. UNO, we want justice.
lies, people die. China lies, people die. UNO, we want justice. UNO, we want justice. Where are our brothers? Where are our people? Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, we want justice! UNO, we want justice! We want freedom! We want justice! We want human rights! We want human rights! China lies, people die! China lies, people die! UNO, give us justice! Close the concentration camps! Close the concentration camps! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, we want justice! UNO, we want justice! UNO, we want freedom! Freedom for Uyghurs! 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 Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! We want freedom! We want our rights! Where are our people? Where are our brothers? Where are our sisters? China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! Freedom for Uyghurs! Freedom for our people! Freedom for our people! China lies, people die! UNO, stand up for Uyghurs! UNO, stand up for Uyghurs! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Close the camp! Close the gate! China, close the camp! China, close the gate! China, close the camp! China, close the gate! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Freedom, freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Riot China! Dictator China!
camp! Close the camp now! Close the camp now! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Stop genocide! Stop genocide! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide now! Stop genocide now! Stop genocide now! Stop genocide now! Stop killing Uyghur! Stop killing Uyghur! Stop killing Uyghur! Stop killing Uyghur! Fascist China! Fascist China! Stop killing Uyghur! Stop killing Uyghur! Terrorist China! Terrorist China! Close the camp! Close the camp! Close the camp now! Dictator China! Say Uyghur! Say Uyghur! Say Uyghur! Close the camp! Close the camp! Close the camp! Close the camp! Release the Uyghur! Release! Freedom! Freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Fascist China! Fascist China! Close the camp! Close the camp! Azqirda hazır Xitaylar yığınның arlıqqa tənəffüs çıxdı. Bar avazımız bilan şuar to'lab, mush Xitaylarningki yurkini mujitishimiz kerak. Hazır bular tənəffüsdə bütün kuchimizda vaqirab shularningki ichida xotirjam o'tqazmasligimiz kerak. Jungguo Xinjiang!独给我地后！滚出我的祖国！滚出东突厥斯坦！停止屠杀！停止侵略！关闭集中营！关闭集中营！光辉中国！光辉老家！光辉主权！滚出我们家园！维吾尔人要独立！维吾尔人要自由！停止种族灭绝！停止种族灭绝！打倒习近平！打倒习近平！中国人滚蛋！打倒共产党！打倒共产党！打倒习近平！打倒习近平！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！维吾尔人要独立！停止屠杀！停止侵略！停止侵略！停止侵略！光辉中国！光辉中国！滚出我们的祖国！滚出我们的祖国！关闭集中营！关闭集中营！关闭集中营！关闭集中营！打倒习近平！打倒习近平！打倒习近平！打倒习近平！打倒共产党！打倒共产党！打倒共产党！光辉中国！滚出我们的祖国！光辉主权！停止屠杀！停止灭绝！停止掠夺！结束占领！结束占领！维吾尔人要独立！维吾尔人要自由！中国滚蛋！中国人滚蛋！中国人滚蛋！光辉主权！光辉中国！滚出我们的祖国！停止种族灭绝！停止种族灭绝！关闭集中营！关闭集中营！打倒习近平！打倒共产党！打倒共产党！
Aziz qarindoshlar, hozir ichidan xabar keldi. Xitoylar shunchalik tamtirab ketganda, xalqdan so'ralgan savolga javob beramagan holat chiqib qopti. Bor kuchimiz bilan Uyg'urcha shuarni to'lab hozir ichida o'tlagan, Uyg'urlashib qolgan manqurt halchilarning yurkini mujitishimiz kerak. Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga adalet! Uyg'urlarga adalet! Uyg'urlarga hurriyet! Uyg'urlarga hurriyet! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy jazo lagerini taqdir! Xitoy jazo lagerlari taqalsin! Bizning bolalarimiz nerede? Bizning ota-onalarimiz nerede? Bizning aqidalarimiz nerede? Bizning oqsıg'larimiz nerede? Bizning qarindoshlarimiz nerede? Bizning masjidlarimiz nerede? Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Biz azaldan hur va erkin yashagan millat. Biz azaldan mustaqil millat. Sharq Turkiston mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin. Lagerlar taqalsin. Lagerlar taqalsin. Uyg'urlarga adalet. Uyg'urlarga hurriyet. Xitoy bizning bolalarimiz nerede? Xitoy bizning bolalarimiz nerede? Ota-onalarimiz nerede? Singillarimiz nerede? Hadilarimiz nerede? Bizning aziz qarindoshlarimiz nerede? Bizni oilamiz bilan ko'rishtirsin. Xitoy yolg'on guvohchilikni to'xtat. Xitoy tartib tashviqotini esqatmaydi. Haqiqat hamon bir kun ustida. Adalet hamon bir kun zohir bo'ldi. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga adalet. Xitoy jazo lagerlari taqalsin. Vatanimizdan chiqib ket Xitoy. Stop the Uyghur genocide. We need freedom. We want freedom. We want our rights. We want our masters. We want our culture. We want our language. We want our children. Uyghur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin. Stop the Uyghur genocide. Uyg'urlarga erkinlik. Freedom for Uyghurs. Uyg'urlarga adalet. Uyg'urlarga adalet. Uyg'urlarga adalet. Justice for Uyghur. Uyg'urlarga hurriyet. Uyg'urlarga hurriyet. Xitoy jazo lagerlari taqalsin. Bizning bolalarimiz nerede? Bizga hisob bergin. Haqiqat hamon bir kun qasindi.
Biz haq tarafda, sizlar botil tarafda. Biz haq tarafda, sizlar botil tarafda. Haqiqat hamon bir kun qazindi. Haqiqat hamon bir kun qazindi. Biz azaldan mustaqil millat. Biz azaldan mustaqil millat. Biz azaldan mustaqil xalq. Biz azaldan mustaqil xalq. Bizning ruhimizni qul qilolmaysa, Bizning ruhimizni qo'llamaysa, bizning irodamizni o'ltiramaysa, bizning irodamizni o'ltiramaysa, bizni melga yo'qotmaysa, bizning melga yo'qotmaysa, chunki biz haq yo'lida, chunki biz haq yo'lida, biz azaldan mustaqil millat, biz azaldan mustaqil millat, biz azaldan hur bir xalq, biz azaldan hur bir xalq. Uyg'urlar mustaqillik, Uyg'urlarga erkinlik, hamon bir kun mustaqilligimizni qabul qildirmaymiz. Hamon bir kun mustaqilligimizni qo'lga keltirmaymiz. Bizni aslo voz kechiramaysa, bizni to'xtatib qo'yamaysa, bizni xotirib qo'yamaysa, biz ming bo'lamiz, million bo'lamiz. Vatanimiz uchun adoqsiz kurash qilamiz. Vatanimiz uchun adoqsiz kurash qilamiz. Hammalarga rahmat, aziz qarindoshlar. Yana Farhod Yo'rinqashqadan mikrofonni sunma. Rahmat. Rahmat. Chiqar qarindishimizning bu ta'sirli jarayonlar shuvarlar uchun qarindoshlarga oldimizga qilishinglarga oqirin. O'sha ekran oldida bizni qo'llab kelamizmi? Bizga duo qilayotgan, bizga kuch tilayotgan ekran uchun qarindoshlarimizga rahmat. Ham ba'zi jiddiy sabablar bilan kelamizmi? Shu namoyishlarning kelishiga yo'l kirasiga yordam qilgan, avtobus kirasiga yordam qilgan qarindoshlarimizga bu yerda takrar dunyo huquqiy nomida rahmat aytaman. Aziz qarindoshlar, biraz yana ba'zi yurak so'zlarni anglaylik. Norvegiyadanmi, Tunogundan boshlab qarindoshlarimiz kelgan mishaga. Şu an Norvegiyadan kelgan qarindoshlarimizdan yurak so'zini anglaylik. Ularga vakolatan Sirojdan Fatulloh efendimni so'zi taklif qilsak, rahmat. Ayollar qanday Xitoy, bolalar qanday Xitoyda qo'shimcha qolish kerak degan. Shu orqali Assalomu alaykum. Bugünkidek mushundoq ovozlarimiz ko'kka yangrayotgan jang maydoniga ixlos bilan bosib kelgan muborak qadamlardan gullar unsin. Mana shu maydonga chiqilgan arslonlar, muzugundek, yosh qizlarimdek, shafqat hamshirisi Rizvongildek basur kız analarımız, acılarımız ve acılarımız, qarindoshlarimiz, akıllarımız. Hammalardan Allah razı olsun. İnqilab qilmak unda oson emas. Vatanni so'ymak unchalik oson emas. Kechasi avtobuslarda o'ltirib, bu maydonga Germaniyadan bo'lsin, Belgiyadan bo'lsin, qarindoshlarimiz yig'ildinglar. Jiroqlardan aeroplan bo'lsin, o'zining mashinalari bo'lsin, mushu maydonga yig'ildinglar. Nima deb sizlarni mushu Japon tortqizayotgan nima? Vatan sevgisi. Mana mushu lagerlarga yetayotgan mushu shehitlarimizning, mushu qor ko'zlarimizning, shu narsida farzandlarimizniki ahu zori, shularning qini sizlarni bir şey kelgizayotdi. Mana bu vijdon, mana bu vatan sevgisi. Aferin sizlarning qadamlaringlarga, sizlarning yangroq ovozlaringlar bilan tarixdagi ota-bobolarimiz o'zining guldirmonidek ovozlari bilan ko'kböri uyg'ongandiki ovoz bilan mavi iflos Xitoy kommunistlarini va bularning ota-bobolarini ot bilan, qilich bilan qo'g'lab,
Sertiçin Sipin'in işi kandak hizmetken bolsa, çıkanmaz kılıvetken bolsa, mana bugünkü bu avazla, ma kökü yangravatkan sizlerinin avazlarınla, şu royunla, Uygurluk royunla, imanınla, mavi İslam Xitay komünistlerinin bugün kim royunu kozguvetti azizlerim. Hazır her bir avazına da, yanrak avazlarına da dırın küç oturdu. Çıraydı kan yok oturup tanısak. Yani devamlılık bakırıp, bana şunda avazlarına lezgi kesin. Çünkü sizlerin avazlarına vatandaki dövü cesetlerinin avazı. Şu cesetler bizim kan kerindaşlarımız. Ular kandaktır ahırkı ümidini. Silahı bağlanan vatan sırtındaki muş arıslarlığa, muş erkeklerge tumurlarda junda emez, işlaslık emez, pakiz, vicdanlık, mesuliyetçan, batıl Uygur'un kini yakalatkan, vicdan ilgilerindeki muşlağı tapşırıp, vatanda can yüzü batıdı. Kar gözlerimiz Türkiye'deki şu toprakның astıdan, beton astıdan kandak kızıp algan bolsa cesetlerini, kandak iş sıkılıp atkan bolsa, hayatlıkka kandaktı. Şuna zar bulup atkan bolsa, kandak ümit bağlap atkan bolsa, bana şu vatandaki, caza lagerlerdeki, şu biçare, çaresiz kerimdaşlarımız, vatan sırtındaki silahı bana şundak, jürükü bilen, ruhiyeti bilen dua kuvvetini Allah'a, mana aşlarının ümidini yedi koymaylarsınız kerimdaşlarım. Namayışla boz katlaşırlar. Kaçan ıskırık çağır çilinlik içi bizne yeni bir çok can meydanlığı çağır içi muşundak namayış, faaliyet olsun, yığın olsun, katlaş turayla azizlerim. Facebook'ta ve tarattılarda yaxşı nesi uçurgan bolsa, vatan xalq doğruluk, bağımlıqanlarını bisiritanlar, nurgulları haber tapsın. Akşam nurgulları haber tapanmıdı? Ya ki bir sebepler bilen kilenmedi? Kemmigenler gibi rahmet azizlerim. Aşlar jürikini koludu tutup baksın. Kolunu meclisiyle koyup baksın jürikinin sokuşu. Özüge kandak anlanıdı. Aşladım Allah razı olsun. Belki bir sebep bilen kilenmegen buluş mümkün. Ama yeni bir ketinlik çoğun namayışlarda muşun meydan vık bop gitişini ümit kılımen. Bizden müşahidimgen tuğunumuzga, sahip çıkıvatkınımızga, iyi çıktığımızga, şu halkımızga kök asman guva, Allah guva, Huda guva, mavu kök guva. Mana kuşunu ötken keşkerler guva. Her birimizden Uygurluk royiyetimiz guva. Avazlarından bir kütürengi bir vakır vetken bolsak ma meydanda. Terörist China! Terörist China! Faşist China! Faşist China! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Terörist China! Terörist China! Terörist China! Terörist China! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Katil Xitay çıkıp get! Katil Xitay çıkıp get! Şarkı Türkistan'dan çıkıp get! Şarkı Türkistan'dan çıkıp get! İslam Xitay çıkıp get! Şarkı Türkistan'dan çıkıp get! İslam Xitay çıkıp get! Vatanından çıkıp get! Şarkı Türkistan bizden! Şarkı Türkistan bizden! Terörist China! Faşist China! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Rahmet. Sizga rahmat. Rahmet April Sirajdan Fatullah Efendim'e bu güzel tesirlik nutku ve cananlık şuvarları için Allah'a rahmet etmem. Az kırındaşlar bana payı Dolkun Aysa Efendim dedi işçide uçurma kilovatı hazır Xitay bazı Uygur atalmış özünü Uygur'da olan başka milletler mi var? Şularını ekilip yalgan şahitlerini ekilip özünü aklap
guvohlik bergizyotir bularga. Mana o'zlarininki haqiqiy shohid ekanligini isbotlash uchun tunogin erdan tortib lager shohidimiz Qalbinur xonim keldi. Fransiyadan Gulbar Jillova xonim keldi. Gollandiyadan yana lager shohidimiz Ömer Bekali efendim keldi. Bularga vakolatan Ömer Bekali efendimning bir ikki yurak so'zini anglasak, rahmat. Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlarim, aka-uka, aka-singillerim. Bugun biz Uyg'ur diplomatsiyasida g'alaba qozongan bir kunimiz. Bugun erkin Tonyaz kilamida bundan keyin Xitoyning tashqi siyosatda o'tilgan har bir ishxonaga kirish imkoniyatlarini qarata qarab turinglar. 3-oyning 1dan boshlab asta biz qilayotgan bu namoyishlarniki, siyosiy faoliyatlarimizniki kuchli ko'radigan vaqtimiz endi keldi. Herkes ümidsizlanmanglar qarindoshlar. Shunchalik umid bilan bilinglarki, azobning hidi kundan-kunga kuchayadi. Mushu 3-oyning 1-kunidan boshlab Navruzda bahor qandoq ko'klisa, bizning mustaqilligimizning shami mash'ali shundoq yonadiki, Xitoyni kun-paytib qilib o'tamiz. Yolg'on emas. Alloh ko'rib turibdi, butun dunyo xalqaro siyosatda ko'rib turibdi. Xitoyning 5 yil burungi Janlang ve Jiao degan siyosat asla hech birisi qolmadi. Yani böyle o'xshash ko'raydigan bizni dorab, böyle o'xshash ko'rayman degan siyosatda butunlay mag'lubiyatliq. Biz böyle kim? Mana biz böyle. Biz böyle bo'lganligimiz uchun Xitoy oxir bizga bo'yin egadigan vaqtga yaqinlab qolaverdi. Shuning uchun qarindoshlar, men hamma shuni tavsiya qilamanki, uyning intizomi bor, maktab intizomi bor, davlat intizomi bor. Namoyishning o'zishliq intizomi bo'lishi kerak aziz qarindoshlarim. Aqllar qarab boqinglar. Men mediaga butun dunyodagi xalqimiz ko'ryapti. Voy bu qurultayning orasida namoyish qanchalik bo'ladi ekan. Biz bu qurultayning emas, Sharqistondagi namoyishi bu. Mustaqilligimizning bosqichidagi qadamlar bu. Bu qadam tashlab qilib kelib, aqlimiz bilan qarab boqamiz qarindoshlarim. Ranjimanlarni qattiq gapirsan, o'tirib, parangda ishib, suhbat, biz paralashga kelmadi. 3 soat turib biz rat turib to'liq mustaqil turib passak, chiroyli qilib qilsak, yaxshi emas qarindoshlarim. Kechiringlar, bular degin kamida, ammo demak ishing patmidi bu. Oxirimiz qarab boqinglar. Qarindoshlar, anglayapsizlar? Ey aziz qarindoshlar, ey o'rtaqal qarindoshlar. Ana tasavvur qilmaylikka anglamasa. Buni qilib ketmaysiz qarindoshlarim. Ma vatan bizning boshqa xalqning emas. Uyg'urning vatani, Qozoqning vatani, O'zbekning vatani, Qirg'izning vatani, hammamizning vatani. Biz boshida mana boshqalarning boshida uyushtirib mushug'anda tugunmay turib mustaqil bo'lolmaymiz. Mana shuni degan turadiz qarindoshlarimga. Biz o'zimizdan boshlaylik. Mushaq namoyishlarda mustahkam turib, siyosiy faoliyatda mustahkam turib, qarshi chiqqan vaqtimizda Xitoy oxiri bizdagi qandoqligimizni bildi. Bu aydamaydiganlik tushunib yetdi bu. Mag'lub bo'lgan buning. Angliyada qarindoshlarniki sotga berish bilan erkin Tonyaz va kilamidi bu Sharqistondagi bir shahar boshlig'ining yoki o'lka boshlig'iga kilamasiga emas bu. Diplomatiyadagi eng chong mag'lubiyat. Biz qozonimiz oz qilyapti. Bugun Kanadada davlat ministri bilan uchrashgan bo'lsa, bizning raislar bundan keyin texnik cho'ng prezidentlar uchrashuv bizniki haqiqiy tashqi diplomatiya siyosatimiz texnik kuchaydi. Yine Xudoyimiz Uyg'urlar uchun eng bir xo'shallanarli va natijali bir yil bo'ladi Xudoyim bilsa. 2023-yil bizniki bosqinchilik aslida qutilgan eng axirgi yilimiz. Ozodlik bizga mansub. Bugun ishib o'tgan bizniki bu manqurtlar anglasinki, kampi yo'q dedi, biz shu kampda yotgan insonlar. Biz qilmishilik qilmiq dedi, bizning qandoshimiz o'lganda ko'rsatmay kun batgan insonlar. Bugun bular o'limdan qo'rqib, mishay qilib Xitoyga chiqib batgan bo'lsa, o'zining yo'lidagi do'zax azobning o'tlarini yig'yotdi bular. Mishayga uydagi issiq uyni tashlab, xizmatlarini tashlab,
iqtisodlardan voz kechib, o'zining kichkina vaqtini voz kechib ishlarga kelishi, shu ishlarga vatanga bo'lgan muhabbatni kuchli qilayotgan narsa bu. Albatta, nurg'unlar kelolmay qoldi, uni to'g'ri tushunamiz. Lekin qarindoshlarimizniki bir-birini tillaydigan vaqtni chiqib ajratmasdan hammasi qilayotganlarni qo'llab-quvvatlashini umid qilaman. Mayli qurultoy bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, hammasi o'zining qo'lidan keladigan siyosiy faoliyatlarni qilyotdi va kuchlantiryotdi. Biz shularni haqiqatan qo'llab-quvvatlaylik. Biz o'zimizniki kimligimizni unutib qolmaylik. O'zimizning o'rnini bilaylik. Haddimizni bilaylik. Va qarindoshlarimiz shuni degan keladi. Har kim o'zini bilgan vaqtda mustaqilligimizning eshiklarini hammasi shart ichiladi. Xudoyim buyursa. Shuning qarindoshlar aytganim shu, hammamizga birlik, hammamizga ittifoqlik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat, hurmatli Ko'mirbek Ali apandimga. Hammanglar nayt yaxshi bilasizlar. Shu jazo lagerlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga oshkorlashda bizning bu jasur fidokor qahramon lager shoirlarimizning nayt cho'ng roli bo'ldi. Bu vaqtda hozirman. China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! What do we want? Freedom! 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 Stop the massacre! Stop the massacre! Stop the massacre! Stop the massacre! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! We want freedom! We want freedom! We want rights! We want rights! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Where is my family? Where is my family? Close the camps! Close the camps! We want rights! We want rights! We want rights! We want rights! China, stop the lies! China, stop the lies! China, stop the lies! China, stop the lies! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! UN, oh wake up! UN, wake up! We want rights! We want rights! Close the camps! Close the camps! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! What do we want? Freedom! What do we want? Freedom! Aferin, maşallah kızımızga. Janagılık şu orunları üçün. Az qarindoshlar, Xitoy isab bergan vaqtida tamtirab bir Xitoy 5 minut javob bermay qoldi. Bugun bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari kengashininki 18 kishidan tarkib topgan mutaxassislar hay'ati Xitoy vakillar umididan so'raydi. Nimani so'raydi? Xitoy o'zini imzo etgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyat huquqlarini qo'g'dash xalqaro ahdnomasi va Xitoy imzo etgan buning 31 modda. Shu 31 modda bo'yicha bir-birlar Xitoydan hisob so'raydi qarindoshlar. Xo'sh, aramizda yashini qaqini qaramay aytgan Germaniyadan kelib aramiz qo'shilgan bizning peshqadamlarimizdan Ilhom To'xtani qo'llash gruppasininki raisi hurmatli Anvarjon akamizning yurak so'zini anglaydi. Merhaba. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yoshlarimizdan bo'libmi yuruvdiri yalqinliq so'zlarini anglab mening 3-4 yil o'zimning sizlar bilan o'rtoqlash keldi. Men o'zim qo'l ko'tarib so'z oldim. Men Dunyo Uyg'ur qurultayininki asosiy qurg'uvchisi. Bundan 22 yil avval bu yerga birinchi kelgan vaqtimizda BDP qayerda, bu komitet qayerda, bularni
ya bilettik, ya bilmettik. Ya 20-30 kişi aran kelerlettik, ya kelemettik. Bugün bana dünyanın 4 kıtasıdan degandek yüzlaş kırılışımızın vatan millet sevgisi için bir yerge kelgenliği için de gururlandım. Yeşil 74 yaşta veripti. Bunun 30 yıl avval davamızı bir yerde başlatkan olsa bugün sizlerge okşaş aziz yurttaşlarımızdan, yaşlarımızdan bu bayrakta ege olup bizi müstakil bulanmagan bolsak mı müstakillikka elip bardığanlıqlarga işençim kamil. Degende bayda ötkendek bunun 22 yıl avval undaq bir tüzek teşkilatımız yoktu. Yaksak işte anlamadı. Bugün bana biz birlik kurgan dünya teşkilatımızın reisi müşahede oturup derdimizni anlatıp ve aşıla çakırıp eserde bizni muhatap kılışta mecbur boyutup. Bunun için kolumuzdan gelişçe hareket kılıp ümitsizlenmezden bu küreşimizni birlikte devam etkizeyli. Allah kelgen hemmelerden razı olsun. Kemigellerden razı olsun. Ve bunun için çekimi kör sanda bundan namayişlarda birgi oluşumuzu ümit kılımen. Bayatı bir reisimiz başkalarımız da öttü. Bugün atalmış Şincan hükümetindeki reisi London'dan kovlanğan dek çıkıp gitti. Paris'e baranmaydigan bo'ldi. Belgiyaga baranmaydigan bo'ldi. İnşallah bundan keyin Xitoyning resmiy vakilleri, tashqi ishlar ministrlari ve Xi Jinping'e o'xshagan reisleri bu erkin dünyada erkin kılanmaydigan ahvol keldi ve bunun için biz özümüzden kuruşumuzda devam etkizimiz. Allah hammalardan razı olsun. Rahmet. Rahmat, hürmet Anvarcılık'a. Az kırımdaşta atalmış Atmur ayının Kurçak Reisi Erkin Tuniyaz'ın ki bu katım 12. fevraldan başlap Angliya, Belgiya ve Fransa'yla kıldıgan ziyaretini bekar kılışka mecbur kılışı bu Uygurlar için çoğun bir diplomatik bir galiba. Mana bizning shunga o'xshash fidokorlik ko'rsatishimizning bir mas'uli shunga bir natijasi qarindoshlar shunga ko'rsatgan hech bir ajrimiz ko'rsatgan hech bir fidokorligimiz bekor ketmaydi. Uning unumi bo'layotdi. Xitoyga oid cho'ng xalqaro bir besim bor. Shu fidokor qarindoshlarimizning soyasida. Hamda shu Erkin Tuniyazninki bu darajada rasvo bo'lishida eng muhim rol o'ynaganlarning birisi oramizda Dünya Kurultayı Londra İşhanası'nın direktörü ve Angliya'daki Uygur kırgınçılığını tosuk kılış teşkilatınki direktörü Reyma Mahmut Hanım var. Bir yerde hem mınlaq vakalta Reyma Mahmut Hanım'a tekrar rahmetini eğitime bir çabak söyletinler. Matbuatlarda mükemmel artık değiştiğin ayıstı yok mu? Zor bir dakikalık gösterdi hakikaten. Hoş ahırda bizning kendi Avstriya'dan kelgan bir kardeşimizninki bir yurak sözü var. Oğlum Okur efendim sizden bu yurak sözleriniz var ise. Merhaba. Arkadaşlar onda olsa Fransa'daki aksakallarımızda Ali efendim bu aramızda bu yurak sözünü anlayla merhaba. Bismillahi, elhamdülillahi, rabbil alemin. Arkadaşlar biz Fransa'dan biraz kerindaşlarımız geldik. İnşallah Allah kalsa biz Fransa'daki Uygurlar bütün inşallah muhacirler Uygurlarga
qandaq Uyg'urlar birlashish kerak, qandaq birlashudi degan inshaalloh bizniki bir Alloh xolsa ibrat qilgan bir proyektimiz bor. Alloh xolsa keyin inshaalloh ko'rib qolsizlar. Endi men mana deb o'ylayman, shu muhojirlar jur'atdan Uyg'urlar har biri Uyg'urni ko'kini setib, dokumentini ilib yashayotganlar, biroq Uyg'ur harakatiga aralashmaydiganlarga inshaalloh ularning so'roq keldi. Alloh so'raymiz. Hozir endi Xitoylarga qarshi bir o'zim shaxsiy so'zlar emas, sizlar tekshirtinglar bo'ldi. Endi inshaalloh biz mana shu Uyg'urlarniki Xitoylar bilan kelgan Uyg'urlarni inshaalloh qisosini olamiz. Bizga meni shaxsiy o'zimniki, meni qishib yurgan bolalarni rasmiy umidi bor. Alloh xolsa bizga inshaalloh Alloh subhanahu bizga mustaqillik berdi. Cho'qim berdi unga. Onun şak yok. Muşu Xitoylar bilan kelgan Uyg'urlarga sizlarga bizdan inshaalloh pat yaqinda bizni qo'llarimizda Alloh subhanahu va taolo sizlarni jazolaydi. Alloh subhanahu va taolo bizniki hozirgi muhojirat yurayotgan Uyg'urlar jinni hayotini pida qilayotgan masala kelgan qarindoshlarimizni qo'llari bilan Xitoylarni vayron qildi. Xitoylar bilan birga kelgan Uyg'urlarni inshaalloh biz qisos olamiz. Qayerda bo'lsin. Rahmat aziz qarindoshlar. Yurak so'zlarni anladik. Endi biroz shuvar to'g'ri. Bakmur xonim mana. Yana bir qatim assalomu alaykum fidokor azizlarimizga. Endi yana namoyish maydoniga safarbarlik qilib kelishga oqsat turib xizmat ko'rsatgan nomsiz fidokorlarimizga aferin va rahmat deymiz. Men inglizcha va uyg'urcha shularga tayyorlik qildim. Birga to'g'rilaylik. Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Act now! Act now! Act now! Act now! China fascist! China fascist! China fascist! China fascist! China terrorist! China terrorist! China terrorist! China terrorist! China liars! China liars! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on China! Shame on China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga hurlik! Uyg'urlarga hurlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy chiqib ket! Xitoy chiqib ket! Vatanimiz Sharqiy Turkistonga mustaqillik! Vatanimiz Sharqiy Turkistonga mustaqillik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga hurlik! Uyg'urlarga hurlik! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs!
China! Stop killing Uyghurs! 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 Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga hürlik! Uygurlarga hürlik! Yaşasın erkinlik! Yaşasın erkinlik! Yaşasın müstakillik! Yaşasın müstakillik! Rahmat. Aramızda yana Tibet inisiyatif gruplarından yani Şveysariya'daki vekilleri var. Şu an Jack Arnald. Yes. I would like to invite you to speak out. Thank you. Hello everyone, I'm very honored to be today with you. I'm a representative of the SAST or the GSTF in Zurich. We are Tibet support group, and as well we support your cause because it's the same as us. I'll just take my papers. Last year in October 6, 2022, the Human Rights Council chose to not organize a debate on the situation of human rights in East Turkestan. Of course, China opposed it, as well as many African and South America countries. All these countries are sponsored by China, so it's normal that they oppose this kind of action. The draft decision was rejected in a vote with 19 votes against, 17 for, and 11 abstention. Some countries like Ukraine, India, and Brazil didn't vote. They abstained themselves. Again, this report was made by the United Nations during the trip of Mrs. Bachelet in East Turkestan last year. Unfortunately, as you know, the report which came out was not very, how do you say, was not very clear. Exactly, was not strong enough. They just acquainted that some things are not going so well, but that's all. We hoped from this report something much more important, because the Xinjiang region in northwest China, the United Nations spoke of possible crimes against humanity and pointed the credible evidence of torture and sexual violence against the Uyghur minority and called for international action. The extent of the arbitrary and discriminatory detention of members of Uyghurs and other predominantly Muslim groups may constitute international crimes. In particular, of course, crimes against humanity. The report said that the report was less than 50 pages in its conclusion. In it, the United Nations called on the international community to act urgently in the face of the accusation against Beijing. Allegations of recurring practice of torture or ill treatment, including forced medical treatment and poor prison conditions, are credible, as are individual allegations of sexual and gender-based violence. Of course, Beijing continued to reject Xinjiang report's accusation. Under these conditions, Western countries such as France consider that it is therefore not only legitimate but also necessary in view of the mandate given by Resolution 62151 of the UN General Assembly that this Council examine this violation. For Paris, such a debate would have had the purpose of discussing, debating,
exchanging on a subject which strikes public opinion all over the world. It is important to provide answers to the legitimate concern they express. But in recent weeks, Beijing has continued to deny this accusation. China has insisted that these camps were training centers in the region to counter extremism. The same goes on in Tibet. You have the same problem as us. We are speaking now of a genocide. In Tibet, more than 2 million people have been controlled with the ADM, and it's now starting to be the same with the Uyghurs. The Chinese ambassador, when this report came out, warned shortly before the vote that the motion would create a dangerous shortcut for examination of other countries' human rights record. It's a fact that Chinese, every time they are put in accusation, they always try to say that it's worse in other countries, so they are not so bad at all at the end. Today, China is targeted. Tomorrow, every other developing country will be targeted. Today, we stand here in front of the Palais Wilson to ask again the United Nations to take action against the CCP, which is organizing a mass genocide of Uyghurs and Tibetans in these so-called rehabilitation camps. Never forget that CCP lies and people die. Let's be witnesses to these actions and stand in solidarity with all suffering minorities all over the world. And to finish, I personally want to express our deepest sympathy to those of you who lost loved ones in the earthquake in Turkey. Thank you very much for letting me take this speech. Thank you very much. Thank you for your work. Thank you for coming also. Now we want to shouting again. Az qeyrindaşlar, hazır işçiden aralıkta haberler kep turuvatıdan. Bolsa yığılıp, bütün küçümüzni yığıp durup, bar küçümüz bilen bir şuarını tolsak takım yaxşı buldu. İbay tolgan şuarlarımızda şunçilik ciddiyleşti ki, aralıkta Xitay diplomatını sözü teklif kısa mikrofon titrep 5 minut cevap veremekte soralgan sualga. Bu hazır iniq tevatıda yili indir teneffüs olgan çağda içidikiler derizni içi tutu. O vaqtda ovozimiz texim iniq anglandi. Hozirni o'zimiz shunchalik iniq anglaytibdi. Hatto yig'inni davatgan gaplarini unutib kekashlab turaytibdi ichida. Hatto ichidimi ibodatimi deb o'tgandek Uyg'ur manqurt yolg'on shohidlarni tortib bor. Shunglashqa keyinda turayotgan, tarilib turayotgan qarindoshlar xapmay oldigaroq kelsanglar, yig'ilib bor kuchimiz bilan biz har kun to'lmaymiz bu shuarni. Bu fursat qo'limizga har kuni kelmaydi. Shunglashqa bor kuchimiz bilan yig'ib bo'lsa, bügenlik olsun mu? Kişilerninki jürkünü mücütüşümüz gerek. Bunçilik işini biz kılalışımız gerek. Biz başka çıkmayımız fakat şu arta olayımız dağıtımız. Bunu mu kılamızsak başka çoğun yapılışta acet yok deyip oylayma. Hoş. Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga müstakillik! Xitay, vatanimizdan chiqib ket! Xitay, vatanimizdan chiqib ket! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga hurriyat! Xitay, sen bizning irodamizni qul qilolmaysan! Sen bizim iradimizni qutlamaysan. Sen bizning batnimizni kontrol qilishing mumkin, ammo bizning menga irodamizni qul qilolmaysan. Qul qilolmaysan. Qutlamaysan. Bizni yo'qotolmaysan.
İrademizni tevriklemeyse biz herkes boş tutulmayız. Harmaymayız. Palmaymayız. Çarpmaymayız. Vatan istiyorum. Aziz Uygur'um istiyorum. Bar küçümüzle toğlaylı kayırındaşlar. Vatanda izli atkan kayırındaşlarımız için. Biz için ümit bilen lagırlar saklatkan kayırındaşlarımız için. Bar küçümüz bilen yer vitili, kütür itilim yani. Uygurlar azatlık! Uygurlar azatlık! Her bir şuar tolgan vaktimizde vatanda bosqinchilik pişiravatkan, ezilavatkan, setilavatkan kız sığınlarımız, hedilerimiz, kanımız kelsin. Ben nimiz kıla alayman, nimiz yaşavatıman degan vaqtimiz fursat keldi. İçindekilerinin yurkini mucize etishimiz gerek. Çünkü ularning şahitliği, guvohliqi butunlay yolg'on. Bizning haq, bizning rost. Mushundaq turib ovozimiz chiqishi kerak. Chiqmasa biz nima uchun yashaymiz? Aziz xalqim, Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy, sen bir qozon suv bo'lsa, biz sen bir o'chim tuz o'titimiz. Biz sen bir o'chim tuz o'titimiz. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Aziz qarindoshlar, o'tgan qitimda lager shohidlarimizningki bergan guvohligidan birisi meni bir hafta uxlatmadi. Hozirgacha azoblatdi. Xitoyningki vatanniki zulmi, vahshiyligi shunchalik darajaga beribdiki, Uyg'ur yosh yigitlarimizni uyga akirib qo'yib turib, shularning ko'zini ko'rsatib qo'yib turib qizlarimiz bosqinchilik qildiki. Biz Xitoyningki hozir shularni yo'q deyapti ichida. Hammasi erkin yashayapti deyapti. Uyg'urlar noyatda demokratik shaklda yashayapti, dinni yashayapti deyapti. Shu vaqtki shu lager shohidimizning aytishicha, shu tug'an yosh yigitlarimiz ko'rsatib qo'yib turib, oilasiga bosqinchilik qilayotgan chaqda hamon bir kuni bizga fursat keldi deb turib fikrlab turdiki, mushtumlar tugilib qo'llari qanab ketdi. Shular uchun vaqiraylik qarindoshlar. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Xitoy, vatanimiz Sharq Turkistondan chiqib ket! 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 Vatanimizdan chiqib ket! Vatanimizdan chiqib ket! Biz azaldan hur, mustaqil millat! Biz azaldan hur, mustaqil millat! Biz azaldan erkin, mustaqil millat! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Vatanimizga ozodlik! Vatanimizga ozodlik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimiz Sharq Turkistonga mustaqillik! Vatanimiz Sharq Turkiston mustaqillik! Vatanimiz Uyg'uristonga mustaqillik! Vatanimiz Uyg'uriston mustaqillik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Xitoydan hamon bir kun hisob so'raymiz! Xitoydan hamon bir kun hisob so'raymiz! İçindeki satmalardan, mankurtlardan hamon bir kun hisob so'raymiz! Hamon bir kun hisob so'raymiz! Hamon bir so'raymiz! Hisob so'raymiz! Hisob so'raymiz! Hisob so'raymiz! Hisob so'raymiz! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy! Ota-onamiz nerede? Xitoy, ota-onamiz nerede? Ota-onalarimiz nerede? Ota-onalarimiz nerede? Aka-inalarimiz nerede? Aka-inalarimiz nerede? Ata-sığınlarımız nerede? Ata-sığınlarımız nerede? Tuqqanlarımız nerede? Tuqqanlarımız nerede? Aziz Uygur milleti mustaqillik! Aziz Uygur milleti mustaqillik! Uygurlarga ozodlik!
Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Sharq Turkistonga azatlık. Sharq Turkiston azatlık. Uyg'uristonga azatlık. Uyg'uristonga azatlık. Sharq Turkistonga mustaqillik. Sharq Turkiston mustaqillik. Uyg'uristonga mustaqillik. Uyg'uriston mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Xitoy urug' tuqqanlarimizni qo'yib. Xitoy urug' tuqqanlarimizni qo'yib. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Vatanimizdan chiqib ket. Vatanimizdan chiqib ket. Sendan ama bir gün hesap soraymiz. Senden ama bir gün hesap soraymiz. Hesap soraymiz. Hesap soraymiz. Hesap soraymiz. Hesap soraymiz. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Xitoy yolg'on guvohlik berishni to'xtat. Xitoy yolg'on guvohlik berishni to'xtat. Yolg'onchilikni to'xtat. Yolg'onchilikni to'xtat. Ko'zbo'yamchilikni to'xtat. Ko'zbo'yamchilikni to'xtat. Uyg'ur erkaklarchilikni to'xtat. Uyg'ur erkaklarchilikni to'xtat. Qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q xalqni qirishdan xijil bo'l. Xijil bo'l. Xijil bo'l. Nomus qil. Nomus qil. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. U vatan bizning. U vatan bizning. U vatan kimning? Bizning. Kimning? Bizning. Kimning? Bizning. Vatanimiz bizning. Vatanimiz bizning. Azaldan bizning. Azaldan bizning. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Bizni ozliqimiz seni ko'ranglantirib qo'ymishlar Xitoy. İbay degandek, sizlar bir qozon suv bo'lsanglar buni ajdodlarimiz burun ishlatgan. Xitoylar qarshi. Xitoylar bizni azaldan ozlab mansitmagan. Chichivat tutab ko'ranglatdi. Bölüvet tutab ko'ranglatdi. Tarqaqlashtirib tutab ko'ranglatdi. Ammo biz san bir o'chum tuz o'tdi deymiz. Bir o'chum tuz o'tdi deymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Sharq Turkistonga mustaqillik. Sharq Turkiston mustaqillik. Uyg'uristonga mustaqillik. Uyg'uriston mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Biz o'lmaymiz. Biz o'lmaymiz. Kurishimiz to'xtab qolmaydi. Kurishimiz to'xtab qolmaydi. Mengu kurash qilamiz. Mengu kurash qilamiz. Odoq kurash qilamiz. Odoq kurash qilamiz. Vatanimiz mustaqil o'g'it kurash qilamiz. Vatanimiz kurash qilamiz. İrademizni bo'shashtirolmaysan. Irodamizni bo'shashtirolmaysan. Qoldirolmaysan. Qoldirolmaysan. Chekindirolmaysan. Chekindirolmaysan. İrademizni qulqilolmaysan. İrademizni qulqilolmaysan. Bizni o'ltirishing mumkin, yo'qotishing mumkin, ammo bizni mengu tugutamaysan Xitoy. Buni menga unutib qolma. Unutib qolma. Unutib qolma. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Kimdan hesab so'raymiz? Xitoydan. Kimdan hesab so'raymiz? Xitoydan. Kimdan hesab so'raymiz? Xitoydan. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'ur xalqi nimani xohlaydi? Erkinlik. Uyg'ur xalqi nimani xohlaydi? Mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Sen bizning dinimizni o'zgartding. Asvasiya qilding. Uyg'urchani unuttirib etdim deb o'ylaysan. Ammo bizning tilimiz yine Uyg'urning tili. Tomirimizni yiqayotgan adoqchi Uyg'urning tili.
bu kan tügümeydi. Toxtat. Uyghur erki kırgınçılıkın tezden toxtat. Toxtat! 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 Uygurlar müstakillik! Uygurlar müstakillik! Uygurlar müstakillik! Uygurlar müstakillik! Hamdullah rahmet. Aziz qarindoshlar va ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar, hozir biz Germaniyaning Stuttgart shahridan kelgan Abdushukur Hajim akamizni bir yurak so'zini qilishga sakning taklif qilmoqchiman. Abdushukur aka, qani sakning baramat. Sizning yurak so'zini qanday Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar, aziz qarindoshlar. Allah'ın en güzel salimi bugünkü muştu sorunga hazır olan inqilobchil qarindoshlarimiz olsun. Baskan her bir qadamlaringlardan gülünü çıksın. Allah mengü seni avlatlaringlardan avlatga kelgisi güzel kılsın, baxtli kılsın. Nima uchun? Chunki sizlar en güzel, en cho'ng, en pok bir farzni o'rindayotgan en güzel insansizlar. Allah Teala ne dedi Kur'an'da? Tecavüzçüler, senin zımınlar biz gelgen gün, şu minut, şu saatin tatıp sizlerge tecavüzçü karşı güreş kılış farz kılın dedi. Sizler bana şu farzını uğrunda bakın en güzel insansızlar. Sizler milletin gururu, halkımızın ilgisi, her kanda kengetme kılışka hukuklar var. En vicdanlı, en imanlı kademler. Sizler bu faziletini meyge yo'qotmanglar. Şu fazilet dünya ve dünyadaki hamma boylikdan katta. Allah Teala ne deydi? Cennette qamchining sepsilik cennette qamchining sipi kuchidek o'rni deydi. Dünyadaki barliq boyliqlarni tegishibmi uni ololmaysizlar dedi. Demek sizler ana şu güzel cennetlerge Allah'ın ki aşırı razılığı müyesser boğucu insanlarsınlar. Biz Xudoyim bursa çokum kalbi kılımız. Ne mümkün? Çünkü hakikat bizde. Peygamber Aleyhisselam ne atıdı? Hak geldi, batıl yo'qoldi dedi. Hak geldi. Mana biz 49 yıldan tatip hak ne? Dünyada bugünkidek so'zlayamagan bilan bugün mana biz mana mushunday yig'ilib dünyanın siyasi merkezde hakni bütün dünyayı teşkil kılayotimiz. Nemde masimi münaziminim. Ma tecavüz Xitoy diyani yegallab olgan bizni yo'qitib mushu zaminni mangulik o'zining qilib olmoqchi bo'lyapti deb ma haqiqatni so'zlayapmiz. Hozir biz ojizda ko'rgan bilan amaliyotda eng kuchli. Nima uchun? Chunki bizning kaynimizda olamlarning parvardigori mehribon Alloh bor. Kim Allah kimden kendi Türkiye o adam kalbi kıldı. Çünkü ne dedi Allah Teala? Ben kimge yerden verirken ben onu mağlup kılgıcı hiç kim olmaydı dedi. Allah bizge yerden verişini iradıksa bizi hiç kim mağlup kılamaydı. Şu Xitoy ilgili kandaktı. Şunda bir sesik, meynat, mumu kaygiyen, özünün kıyılığa, özünün mumusunu sırap yaydıgan, özünün balısını öz yaydıgan, şunda nesma, işitmez bir millet idi. Bugün o kötürüldü. Ama teröristlik sığmaya kaldı. Bütün dünyadaki ağırçılıkını koydu. Bugün dünyada Xitoy ilgili bizim düşmanımız olan olsa bugün hem de o bütün dünyanın düşmanı bulatıdı. Bütün dünya halkı asla bilatıdı. Bizim kalbimiz nemi gibi? Bizim kalbimiz bizden birinci istikbalımızga mensup. İkinci bizim izkindikimizga mensup. Biz inqilobga to'g'ri ideya, to'g'ri ko'z qarash bilan qatnashishimiz kerak. Qanday ma'vu tashkilotlar roziligi uchun meni ma Dolqin Aysa ko'z bo'ladi deb emas. Ha, ma partiyaning roziligi uchun emas. Ma Allah buyuribdikan, ma inqilobga. Ma Allah roziligi uchun borman. Qiyomat kuni mendan so'roq qiladi degan ideya bilan biz mangsak ma inqilob andin qalbiga erishdi.
bütün teşkilatlar bizimki baylıkımız. Mayli partiya olsun, mayli kurultay olsun, mayli hükümet olsun, inkılap yolundaki hamma teşkilatlar bizim baylıkımız. İnkılap yolundaki hamma inkılapçılar bizim qarindoshlarimiz. Biz mana shunda ruh bilan bo'lganda, o'zaro bir-birimizni e'tirof qilgan vaqtimizda, hurmat qilgan vaqtimizda bu kurashga Alloh roziligi uchun qatnashganda, ondan biz Allohni ta'sirlantiramiz. Qachon biz Allohni ta'sirlantirganda, Alloh dunyoning vaziyatini bizga foydali, Xitoyga foydasiz bir holatga akilib berdi. Bo'lmasa biz kichikina ojiz kuchimizdan shu dahshatli Xitoyning ustini g'alaba qilolmaymiz. Bizning ishlayotganimiz nima? Allah. Çünkü dünya kimin kolunda? Allah'ın kolunda. Dünyanın vaziyeti kim özgertirdi? Allah özgertirdi. Sen Ukrayna qarab bakınlar. Ukrayna'da aşıncı kural yok. Aşıncı tekniki yok. Nime için o aşıncı kural kayboldu? Dünyadaki en dehşetli bir Rusya'nın galiba köreş kılıp oturdu. Demek ki biz köreşni izgil ilip manalıysak, birbirimizle akıyindeki ittifak bulalsak, Allah razılık için kademini basansak, Allah'ını tasvirlendirimiz. Allah dünyanın vaziyetini bizge payda kıpırdı. Kendimizi turdan sep canlarını, kanlarını, mallarını atalarına azametlerini biz yetiştirdi. Aynı vaxtıda Afganistan Sovet İttifakı Cihangirliğine kandak uğular çıkardı. Allah onlara yardım verdi. Bütün dünyanın kuralları Afganistan'a aktı. Ana lekin Afganistan halkı Sovet İttifakı Cihangirliğini şermendilerce mağlup kıldı. Biz Xitoyni şermendilerce mağlup kılalayız. Bunun için bizge irade gerek, cesaret gerek, istifaklık gerek, inançlık gerek. Allah'ın razılığını közlep kuraş kılmamız lazım kardeşler. Şu vaxtda inşallah biz çokum galip kılırız. Biz özümüzde herkes acizlanmaydı. Fakat inkılapını izgil elip baralığa vaxtda birbirimizden inak istifak bulalığında Allah razılığı için biz Allah'ını tesirlendirgende çokum mehriban Allah dünyanın vaziyetini bizge paydalık verdi. Allah'ın rahmeti bütün Müslümanlar olsun. Cümleden bugün kelgenmiş kardeşlerimiz olsun. Sizlerin bugün ağan her bir kadınla, sayısigen bir tiyim pulunla dünya ve dünyadaki hem bir baylıktan üstün. Çokum size bunu bilse. Ben bunu yaptım uğrut diye yerine bu Allah'ın kitabı karat dağıtan yapma o. Çokum buna kalbi sütürüsüne herkes tıraş meydanlarını ahtaşlap koymaydı. İnkılap yankız kurultayga, yalnız bir partiye, yalnız bir teşkilatı meclis etmez. Hemimizin inkılabı bu. Hemimizin kürsü. Allah hemimizle öz rahmete şapkına astıksın. Hayır, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rahmet, hürmet, şükür. Hacım, bu güzel dilekleriniz, nutkunuz için. Bayağı Xitoylar kirip çıkıvatıdı. Adil Fukam kiler bir Xitoycha. Uzun gapni qilmay, Xitoy terrorist, Xi Jinping terrorist deganni jiqdanlarmi ya da? Freedom for Uyghurs! 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 China lies, people die! 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 UNO, break your silence! UNO, break your silence! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Stop Uyghur genocide! 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 China lies, people die! China lies, people! China lies, people die! China lies, people die! We want freedom! We want freedom! We want our rights! We want our rights! We want our rights! We want our rights! We want justice! We want justice! We want justice!
people die. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. China lies people. China lies people die. China lies people die. China lies people die. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist CCP. Terrorist Xi Jinping. China lies people die. China lies people die. We want justice. 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 Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. We want justice. We want justice. China lies people die. China lies people die. UNO stand up for Uyghurs. 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 Where are our people? Where are our people? Where are our brothers? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? We want justice. We want justice. Freedom for my people. Freedom for my people. Freedom for my people. Freedom for my people. Freedom for my homeland. Freedom for my homeland. Freedom for East Turkestan. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Kyrgyzstan. Freedom for Uzbekistan. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Where are our people? Where are our people? Close the camp. Close the camp. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. We want justice. We want justice. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. We want justice. We want justice. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. UNO, break your silence. UNO, break your silence. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Terrorist CCP. Terrorist CCP. We want justice. We want justice. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want our rights. We want our rights. We want our rights. We want our land. Where our family? Where our family? Where our people? Where our people? Where our brothers? Where our brothers? Where our sisters? Where our sisters? Stop Uyghur genocide! Stop
We want justice. You and I, we want justice. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. We want justice. We want justice. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Don't trust China. Don't trust China. Don't trust China. Don't trust China. We want justice. We want justice. We want our rights. We want our rights. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Where is our Assalamu alaikum, hürmetli televizyon kögüçler. Namayış nihayet ciddi devam kıvatıdı. Hazır bolsa naq meydanda Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisat, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitesi'nin 70. növbetlik yığını ko'rinayotganinglardek namoyishchilarniki oldidagi bino Wilson sarayida o'tkazilyotidi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi hurmatli To'lqin Iso apandi, Zumrat Ay xonim, shundoqla lager shoidi Qalbinur xonimlar bu yig'in naq maydonida bor. Lekin imkoniyat bo'lmaganligi uchun biz ularniki yig'in naq maydonini bu yerda ko'rsatishga imkoniyatimiz yo'q. Lekin bevosita tarqatilayotgan naq maydonni biz ko'ryapmiz. Tövende bu naq maydon yig'inninki tafsilotini egallash uchun Dunyo Uyg'ur qurultayininki Uyg'urcha bayonotchisi, shundoqla Berlin ishxonasi mudiri G'ayir Qurban apandininki bu G'ayir Qurban apandini naq maydonga taklif qilamiz. Qani marhamat G'ayir Qurban apandi. The minimum wage regulation is to Assalamu alaikum. Dünyanınki her qaysı yerlerdeki aziz Şarq Tursalı qeyrindaşlar. Bugün ikranımız arqılıq növbətdə cənbədə ilib birilayotgan kən önəmlik namoyishimizni ko'rganliklaringiz uchun sizlarga ko'p rahmat bildiramiz. Bugün hammalar xabaringlar bo'lgandagidek Shveysariyaninki Cenva shahrida 73. növbətlik Birleşken Devletler Teşkilatı İctimai, İqtisadi ve Medeniyet Hukukları Komitesininki bir qitimliq yig'ini ilib birilayotidi mush daqiqalarda. Bu yig'inda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kun tartibi bo'yicha Xitoy masalasi nuqtaliq ko'zdan kechirilmoqda. Mana bu ekranda ko'rganinglardagidek bu yig'in navbatda nihoyatda jiddiy davom qilmoqda. Bayam programmamizninki yetakchisi Baxtiyor apandi degandagidek bizningki bu naq maydonda Dunyo Uyg'ur qurultayi program yetakchisi va lager shoidlikdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayininki raisimi shu yig'inga qatnashib so'z bayon qilish fursatini saqlab turmoqda. Bu qitimliq yig'in Birleşken Devletler Teşkilatı ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash kelishimnomasi, ahdnomasi bo'yicha har qaysi davlatlarningki shu o'z davlatidagi xalqlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash yo'lida xalqaroliq o'lchamlar bekitgan saviyada shartlar bo'yicha qaysi taraflarniki ijro bo'lganligi, qaysi taraflarniki ijro bo'lmaganligi, ijro bo'lmagan bo'lsa nima sababdan bo'lmaganligi ko'zdan kechirilib chiqadi va buningga qarata dunyodagi davlatlar jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu komiteti Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki şu ahdnomasiga binoan va o'zi ko'rsatgan kamchiliklar, yetersizliklarga qarata o'zininki fikrlerini o'tirib qo'yib chiqdi va bu davlatlar mushu qitimliq yig'inda o'tirib qo'yilgan fikr talablarni kelar qitimliq shu ahvollar, ya'ni bir qitim ko'zdan kechirilib bo'lguncha ijro qilish majburiyati bor
Çünkü xalqaralıq şartnamada, anlaşmada şundaq belgilengen. Şunun için bu yığınlık demek ahmiyeti fevkalade zor. Çünkü bu Uyghur qırğınçılığı ilip birlivatkan, davam kılıvatkan dünyada ondan artıq devletler Xitayninki Uyg'urlarga qaratgan siyosatniki irqiy qirg'inchilik bo'lganligini jakalagan va dunyodagi ko'p davlatlarda Uyg'ur qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash va shundoqla Uyg'ur qul emgikiga chetishlik bo'lgan shirkatlarga taqib ostiga ilish qatorliq bir qator foydali ahvollar yuz berayotgan shundoq bir tarixiy ak ko'rinishda ilib berilmoqda. Ekranımızı ko'rib atqanligidek dunyoninki har qaysini yig'ilgan bir qancha yuz Uyg'ur qarindoshlarimiz Shveysariyaniki Janva shahrida mana shu qitimliq yig'in ilib berilayotgan binoning oldida o'zininki jangovar shuarlari bilan Xitoy hukumatiniki bu yig'inning ichida o'zininki sapsatisini setib atqanligi vatanda Uyghur xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik qilayotganligini chekka qarib qo'yib turib, mana shu yig'inning ichida o'zininki sapsatlarini satayotganlikqa qarshi ovozini yangratdi va xalqaro davlatlarninki shu yig'inga qatnashayotgan shu yig'inda Xitoyninki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqliklarini qandoq dafsanda qilganliklarini tanqidlayotgan va tanqidiy fikr berayotgan davlatlarga xalqaro jamiyatga o'zininki arzu talablarini o'tirg'a qo'ymoqda va anglatmoqda. Bu yig'indanki naq maydonda qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayininki raisi Dolqin Isa Efendi, programma Dunyo Uyg'ur qurultayi programma yetakchisi va shundoqla BDT xizmatlarini yetakchisi Zümrettay Erkin Hanım ve cesur lager şahitlerimizden Qalbinur Sadiq Hanım mush yig'inda hozir naq maydonda qatnashyapti. Ular abay degandagidek bu yig'in jarayonida televiziyamizniki ziyoratini naq qabul qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun biroz yig'in tugagandan keyin jamoat qurultayniki televiziyasiniki ziyoratini qabul qilib bu yerda anglagan ve istiqlalligini yana bir qitim xulosalab berdi. Men bu yig'inni yig'inda tor taqtishini ko'rib turyapman. Bu yig'in o'zininki oldin ola e'lon qilgan kun tartibi bo'yicha Xitoy hukumatiniki shu inson Birleşken Devletler Teşkilatı Medeniyet, İktisat ve İctimai Komitetininki şu Xitoy haqida o'zininki tayyorlagan dokladini o'tirib qo'ydi va shundaqla Xitoy hukumatiniki shu Birleşken Devletler Teşkilatı'niki Birleşken Devletler Teşkilatı'ga o'zi qo'l qo'ygan ahdlashgan bu ahdnomaga binoan o'zininki ijro ahvollarini so'zlab berishga va shundaqla dokladni taqdim qilishga talab qildi va shuning bilan yig'in boshlangan bo'ldi. Yig'in jarayonida Xitoy hukumati o'zininki dunyoga tonishliq diplomatik usullari ve taktikleri boyunca bu yig'inni qasddan uzatish, o'ziga berilgan söz vaqtini qasddan uzatib, imkonning yeticha shu boshqalarni o'ziga qarshi fikr bildirmaslikka urinish degandek taktikalarni nihoyat ustunlikla qo'llandi. Bu yig'inda degan Xitoy vakillari şu nimeniki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki medeniyet, iqtisat ve ictimai hak hukuklarını qo'g'dash xalqarалық ahdnomini qanday ijro qilganliklari haqida o'zininki fikrlarini
naq joyini bayon qilmay bu yerda shu ahdnomaniki xalqaroliq dunyoviy tarixiy ahamiyati xitoy hokimiyatiniki bu tahdnoma bu shartnomaga imzo atganliginiki xitoy hukumatiniki shu xalqarodagi bir mas'uliyatchan bir xalqaro jamiyatninki bir mas'uliyatchan parchasi ekanligini ko'rsatib turganligi va shundoqla xitoy hokimiyatiniki yillardan beri o'ziniki bu tashkilot bu shartnomani bu yerdagi ahdnomani izchillashtirish amallashtirish uchun ko'rayotgan ta'sir kuchlik nimasini siyosiy g'arazini muddaosini degandagidek shundoq yo'qolang yapti gaplar bilan bu yerda xitoyda saqlangan masalalarniki hech qaysiga tilga olmadi. Bu yerda hamma narsani jumladan uyg'ur xalqiga tibetlarga Hong Kong xalqlariga o'ziniki bu xalqlarniki madaniyat iqtisod va ijtimoiy huquqlarini qandoq yaxshi ta'min qilayotganligini ularniki xitoy hukumatiniki ostida qandoq bahuzur yashayotganliklari o'ziniki madaniyat iqtisod huquqlariniki qanchalik kapolatga ega ekanliklari iborat shundoq sapsatlarni o'ttirib qo'ygan bo'ldi va buning qarta Birleşken Devletler Teşkilatı iqtisodiy ijtimoiy va madaniyat huquqlari komitetiniki komitetiniki bosh dokladchisi Xitoy hukumatiniki taqdim qilgan dokladidan keyin o'tirg'a chiqib bu yerda jumladan Uyg'ur masalasini o'z ichiga olgan nurg'unlagan kamchiliklarni sanab o'tdi. Uning ichidagi mening diqqatimni topgan bir nuqta bu qitimliq nimada bu qitimliq bu ahdnomani amalashtirishninki ahvolini ko'zdan kechirish yig'iniga xalqaro jamiyatlarniki favqulodda tarixda ko'rilmagan darajada jiq nimasi bo'lgan inkosi bo'lgan qiziqishi bo'lgan buningga nurg'unlagan davlatlar va shundoqla hukumatsiz tashkilotlar ko'p miqdorda bu yerda saqlanayotgan masalalarni tilga ilib doklad taqdim qilgan. Bu doklad taqdim qilgan o'rinlarning birisimi yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lib hisoblandi. Bu dokladlar jumladan hukumatsiz tashkilotlarniki qilgan taqdim qilgan dokladlari bu ahdnomaniki ijro qilish ahvolini ko'zdan kechirish yig'inida nihoyatda muhim paket sifatida diqqat e'tiborga erishganligini bu yig'inniki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş dokladchisi maxsus tilga ilib o'tdi va buniki qanchalik muhim o'rin qo'yganligini davlatlarda saqlanayotgan masalalarni fosh qilishda bu xalqaroliq ahdnomalarniki to'g'ri yoki loyiqida ijro bo'lmayotganlik ahvolini bilishda shu hukumatsiz tashkilotlarniki dokladlarniki nuqtaliq o'rinda turganligini tilga oldi va shundoqla Xitoyda saqlanayotgan ig'ir masalalar sifatida Uyg'ur xalqininki madaniyat iqtisodiy va ijtimoiy huquqlariniki yer bilan yakson qilinishni maxsus tilga oldi va jumladan Hong Kong, Tibet va Xitoyninki ma'muriyat tarmoqida bo'lgan Oman rayonlaridagi bu ahdnomalarniki ijro bo'lish ahvoli to'g'riliq o'ziniki fikrlarini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Undan keyin Xitoy hukumati yana bir qancha savollarni jumladan Uyg'urlarniki, Tibetlarniki va Hong Kong xalqlariniki ijtimoiy, siyosiy va madaniyat huquqlariniki dafsanda bo'lish ahvolida to'g'risida bir qancha savollar so'radi. Lekin Xitoy hukumati bu savollarga udul javob bermay o'ziniki shu madaniyat, iqtisod, barobarlik, ijtimoiy va sog'lomlik sug'urtasi, muhit asrash qatorliq ayollarning huquqlari, bolalarning huquqlari qo'g'dash jarayonida qandoq olamshumul natijalarni yaratganligi to'g'risida numussizlarcha bu yerda so'zlab o'tdi va suhbatninki temasini boshqa yerga burab o'ziniki dunyodagi uchinchi dunyo ellariga qandoq yordam qandoq bir xayr saxovat yordamini qilayotganligi dunyoga 160 dan ortiq davlatga yordam qilayotganligi o'ziniki bir balbaq bir yo'l strategiyasi bilan dunyoda
ortak bir iş, hem beraber ve paravan bir dünya yaratışdan ibaret bu stratejisini amalga oshirish uchun nimalarni qilayotganligini sizlab bu masalalarni jumladan Uyg'ur masalasidek zil ve mühim temalardan o'zini qochirishga tirishdi. Onundan keyin Fransiyaniki Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq mushu reportqa mas'ul xodimi söz ilib Xitoy hokimiyatiniki bu yerda söz yo'qotayotganligini qattiq aybladi. Ya'ni biz bu yerga Xitoy hukumatiniki qonunda qandoq yaxshi moddalarniki bo'lganligini anglash uchun kelmadik. Biz bu yerda shu yaxshi degan moddalarniki qanday ijro bo'lish ahvolini bilgimiz bor. Biz bu yerda 2017 yildan buyon dunyoning hamma yerlarida shu Uyghur qirg'inchiligi, jazo lageri ve onundan keyin shu majburiy emgak masalasini iborat ig'ir masalalarniki bo'lib qolganligini hammaylar anglab turyapmiz, bilib turyapmiz. Xitoy hokimiyati bu to'g'riliq qandaq islohotlarni ifoda bu masalalarniki hal bo'lishi uchun Uyg'urlarniki madaniyat, iqtisod ve başka insani huquqlarniki kapolatga egilish qilish uchun mushu shartnomaniki ramkasi orasida qandaq konkret ve amaliy xizmatlarni qildi. Shunchalarni millionlagan Uyg'urlarniki majburiy jazo lageriga solanganlik xabarlaridan xabar topdik. Bularning huquqlari acaba qandaq kapolatga ega qilindi, bularning qonun va huquqlari, advokat chaqirish, davlatning zo'rliq zo'mbuliqqa uchragan vaqtida o'zini qo'llash haqida qandaq tadbirlar ilib berildi deb nihoyatda keskin holda Uyg'ur masalasini qo'llab söz berdi. Yani Xitoy hukumatiniki mana azaldan ilib berib atqandek o'xshash xalqaro saviyadagi cho'ng so'rinlarda o'ziniki qandaq yaxshi qonunlari borligini, qandaq yaxshi o'zining xalqiga qandaq yaxshi bir iqtisod, madaniyat va boshqa jihatdagi huquqlardan bahramand qilayotganligidan iborat bu nuqtalarni so'zlab o'tib meseleninki naq yadrosiga kirmaganlar. Yani bu yerda ko'rilib saqlanayotgan masalalarning hech qaysiga kirmay gap yo'g'iltish orqali, vaqtni so'zish orqali ani keyindan biz A savolni so'rasa B savolga javob berish orqali mushtaq qilish orqali xalqaro jamiyatniki besimidan o'zini qochirishga tirishyotdi ve aynı zamanda Pokiston o'xshash davlatlarmi Xitoyga yan besib Xitoyniki uchun dunyo ellariga qilayotgan iqtisodiy yordamlarniki naqadar katta yaxshi bo'layotganligi, Xitoyniki buni Xitoyniki bu taraflarni dunyoga bir ulgu deb qarash kerakligini, Xitoy hukumatiniki bundan uchun dunyo ellariga yordam qilish uchun yana qandaq töhfalar, yana qandaq yangi planlar borliq iborat Xitoyga moslashib bu suhbatning temasini Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi ve Hong Kong masalasi o'xshash jiddiy temalardan burashqa yordam qilgan bo'ldi. Bu yig'in navbatda nihoyatda qizg'in bahs munozarada davom qilyotdi. Xitoyniki ekranda ko'rib turayotganidek Xitoy hokimiyatiniki markaziy hukumatdan va shundoqla Hong Kong va Oman alayida rayonlardan olib kelgan yuqori darajadagi amaldorlari mana shu so'rinda tushgan savollarga javob beryotdi. Abay degandek men kuzatgan doirachida Xitoy hokimiyati bu savollardan o'zini qochirish, o'zininki qandoq yaxshi qonunlarni chiqarganligiga masalaninki nuqtasini o'ningga qo'yib, shu qonunni qanday ijro qilganliklarini, uningda nima natija yaratganligini shunda chiroyli qonunman bo'pti. Bu to'g'riliq bu masalaga Xitoy hokimiyati o'zini qochiryotdi ve başka demokratik G'arb davlatlari Xitoy hokimiyatiniki bu rangvozliklarni, o siyosiy diplomatik o'yinlarni darhol kuchli iboralar bilan tanqid qilib jamoatchilikniki dunyo jamoatchiligining diqqatini bu nuqtaga markazlashtirishni Xitoy hokimiyatiniki bu yer saqlanayotgan masalalarga ko'z yummasdan agar haqiqatan xalqarodagi bir mas'uliyatchan bir a'zosi, mas'uliyatchan bir davlat bo'lsa ve bo'lmoqchi bo'lsa
o'zininki mana shundoq konkret masalalarga yaxshi bir hal qilish chorasini tep chiqib xalqaro o'lchamda qonunlar bo'yicha shunga rioya qilgan asosda Uyg'ur, Tibet va shunga o'xshash boshqa xalqlarniki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarga tamoman kapolat qilishni talab qilgan bo'ldi. Yig'in davom qilyotdi. Ko'pchilikninki diqqat e'tibor berganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat. Yig'in oxirlashgandan keyin mushu yig'inda naq maydonda qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillaridan qoldi tafsilotni anglaysizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari bu yerda so'z qilish uchun so'z qilish fursatini huquqini elish uchun burada hazırlıklarımız var ve inşallah belki şu yig'in jarayonida jumladan lager şahitlerimiz, kahraman lager şahitlerimizden Qalbini Silah Xonim söz elib bu yerdan Xitoy hokimiyatiga jam ochmoqchi. Ko'pchilikninki diqqatiniki ikromimiz bo'lishini umid qilaman. Ko'p rahmat. Köpten köp rahmet Gayr Qurba Efendi nayeti tepsili ve etraflı düşündürüp ediniz. Hem de bu yığın degenizde 3 gün devam kılıdı. Bu jarayonda Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Eysa başçılığındaki bir grup bu yığınga qatnaşıp hem de abayqı Kahraman lager şahitimiz Qalbinar Xonimninki yezishi qaragan chaqda Xitoylar siz deganga o'xshash bu yerda faqatla yolg'onchilik qilish uchun kelgan, ham bu yerda so'z o'yini o'ynab boshqalarniki diqqatini chechib vaqtdan futishqa, ya'ni buningdan amal bor ya yeni ko'tab ketishga tirishib o'tibdi. Ya'ni degan gaplarga qaragan chaqda tutqunlar lagerdagilarga tutqunlarga anadekan sog'lomlikqa, bularning sog'lomligiga alohida ko'ngil bo'lgan qonun bo'yicha qo'g'diganmish lagerdagilarni anadekan vaqtida davolash yap bo'lganmish. Xitoyda 60 ming advokat varmish. Bular qonun bo'yicha o'zining vazifasini o'rindab bularni qo'g'dayotganmish. Degandek shunda bütün yolg'on sapsatlarni bu yerda o'tirib qo'ygan. Anadan keyin bu ayollar, bolalarni qo'g'dash qonuni bo'yicha nayeti yaxshi xizmatlarni qilganligi, hatto 43.5% ayollarniki xizmatga o'rinlashganligi to'g'riliq shunday yolg'onchiliklarni qilgan, lekin kuzatuvchilar abayqi Fransiya vakiliga o'xshash bu yerda nayeti qattiq keskin savollar bilan ularga raddiya berib kelibdi. Gayr Qurba Efendi'ninki vaqtiga shundaqla xizmatiga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda namoyish yana davomlashyapti, nayeti jangovar bir shaklda. Hamda anglayapmiz, ko'ryapmiz, Xitoy faqatla yolg'onchilik uchun keldi. Ham dunyoning ko'zini bo'yash uchun bu yig'inga qatnashdi. Agar bizniki sirtdagi shu jangovar namoyishchilarimiz bo'lmagan bo'lsa, bugun ularning degini degandek yana nurg'un kishilarniki ko'zi bo'yalgan bo'ladi. Uyg'urlarning ovozi yana anglanmay qolgan bo'ladi. Buning uchun jiroq yaqindan kelgan barliq namoyishchilarimizga chin dilimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Qani anadagi yana bir muhim narsa, namoyishimizning oxirida Dolqun Eysa Efendi boshchiligidagi guruhga yig'in maydonidan chiqib yana u yerdagi naq maydon ahvolini namoyish maydonida anlatdi. Namoyishga qaytib kelaylik. Rahmat. Uyg'urlarga hurriyat, Uyg'urlarga hurrim g'azablik, Uyg'urimga azoblik, Uyg'urimga erkinlik, Uyg'urimga erkinlik, Uyg'urimga hurriyat, Uyg'urimga hurriyat, Uyg'urimga hurriyat, Uyg'urimga hurriyat, Uyg'urimga azoblik, 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 Uyg'urimga azoblik. Aziz qarindoshlar, bugun ovozimiz tutib qilish mumkin, ustat ketishimiz mumkin. Önümüz hatta çıkmayı kılış mümkün. Ama vatandaş qarindoshlarimiz kunda bizden hazır cefa tatqanda mı nekman hassa, tangdaşsiz, silishtirgisiz, kunda to'xtavsiz, demamay, azap tatlatıdı, zulüm uçuravatıdı, qirg'inchilik, gülmen deb bilamatidi.
güreş kılımen de bu kılamatıdı. Xitay bizi teröristeydi. Bizden kuralımız iki. Tilimiz var. Kolumuz, kalemimiz var. Xitay bunu bizim melki tatı alamaydı. Biz bu iki nesilden vatanı azat kılmayız. Bizni terörist degan Xitayni tilimiz bilan bastırmayız. Halimiz bilan bastırmayız. Ama bir gün müstakil bilmeyiz. Ama bir gün müstakil bilmeyiz. Nin bilmeyiz. Müstakil. Nin bilmeyiz. Müstakil. Nin bilmeyiz. Müstakil. Uygurlar müstakillik. Uygurlar müstakillik. Uygurlar müstakillik. Bütün dünyanı korkuttan, korku yoğunat ketken Xitayni, koralları bilan tahrimlatgan Xitayni, kalemlerimiz bilan, tillerimiz bilan matbuatimiz, korkutimiz. Xitay mana shunday qo'rqinchoq millat. Ammo biz jasur, ibay, marhum naqshchimiz, shoirimiz, vatanparvar naqshchimiz Kurash Kusan efendimninki degandek sulton bo'lib xon o'tgan bir millat biz. Biz xon avlodi. Biz esil bir millat. Biz oq ko'ngil bir millat. Mushundaq bir millatga mustaqillik kerak. Buni Uyg'urdan boshqa hech kim qila olmaydi. Özümüzün müstakilliğini özümüz qo'lga keltiramiz. Özümüzni özümüz azat qilamiz. Buning uchun mahkam bo'lishimiz kerak, to'xtalishimiz kerak, birga kelishimiz kerak. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Xitoy! Men qatim o'lsam men qatim Uyg'ur tug'ilma. Men qatim Uyg'ur yashayma. Bu dunyoga men qatim kelsam meni Uyg'ur kelma. Men qatim Uyg'ur kelma. Men qatim san qarshi kurash qilma. Men qatim sizlarga qarshi kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Hammaga rahmat. Sağ rahmet. Qarindoshlar, men ichidagi Xitoy To'ng'izininki ismining hammasi bizda bor. Men To'ng'izning ismini atayman. Hammamiz Nishoxon deymiz endi Xitoycha. İsmini men deyman. Nishoxon deymiz. Alloqda Nivush deymiz yana. Sen yolg'on so'zlaysan yanga. Ben nomussiz yanga. Limada kim bu? Komo fazman. Bu siz bu. Çok iyi hala. Var gelme laysan. Demeyinse. Kenşi Nishoxon. Nishoxon. Kenşi Nishoxon. Nishoxon. Söyle Nivush. Söyle Nivush. Nivush. Söyle. Nishoxon. Kenşi Nishoxon. Nishoxon. Kenşi Nishoxon. Nishoxon. Söyle Nishoxon. Nishoxon. Tushaojian Nishoxon. Nishoxon. Tushaojian Nishoxon. Nishoxon. Taishanjin Nivush. Nivush. Taishanjin Nivush. Nivush. Nisho Nishoxon. Nishoxon. Nisho Nivush. Waping Nishoxon. Nishoxon. Waping Nishoxon. Nishoxon. Khotihua Nishoxon. Nishoxon. Khotihua Nivush. Khotihua Nivush. Gongshanguang Nivush. Gongshanguang Nivush. Guoye Nishoxon. Guoye Nishoxon. Zhengbing Nishoxon. Zhengbing Nivush. Moxing Nishoxon. Moxing Nivush. Liangbing Nishoxon. Liangbing Nivush. Liu Hongyu Nivush. Liu Hongyu Nishoxon. Gaoshi Nishoxon. Gaoshi Nivush. Gaoshi Nivush. Liu Huiwen Nishoxon. Liu Huiwen Nivush. Tang Zhicong Nishoxon.
伟你无耻，李小伟你说谎，李小伟你无耻，李伟伟你说谎，李伟伟你无耻，江汉你说谎，江汉你无耻，王山你说谎，王山你无耻，毛一中你说谎，毛一中你无耻，韩新成你说谎，韩新成你无耻，黄秋辉你无耻，黄秋辉你说谎，韩新成你无耻，韩新成你说谎，里面的中国恐怖分子们无耻之徒们，说讲说给我听，我们一定会努力，我们一定会自由，一定会把你们这些侵略者滚出我们的祖国，赶出我们的祖国，赶回你的中国主权，停止屠杀，停止灭绝，停止屠杀，停止屠杀，停止灭绝，停止灭绝，关闭集中营，我们要自由，我们要自由。主席习近平，中国人滚蛋！中国人滚蛋！中国人去死！中国人去死！滚回你老家！滚回家！关闭集中营！关闭集中营！我们有力，我们要自由，我们要努力，停止撒谎，骗，停止欺骗，停止种族灭绝。Leynimizga ko'p rahmat. Siz qarindoshlar, vaqtimizni asosiyatini oz qoldi. Asosda hammalar razı olsun. Avval bu bir yetilish nutqini qilishdan burun bir qizimizning atab yozgan bir she'ri bir anglab o'taylik, undan keyin. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, qanday yaxshimi? Mening sizlarga o'tib salam. Meni bizlar biz Uyg'ur millati har qanday sovg'a quruq kelmaymiz, shundan quruq kelmaylar. Xitoylar azroq sovg'a berib keldim. Madaniyat o'g'risi. Uyg'urni qandaqmi tasvirlayman qalamda. İfade etmeydi aciz qalbim alamda. O'tkir qop-qora ko'zlar, xanjar kabi ba'ayni. Jasur qaddi qomati, tangri tog'dek mardona. Medeniyetsiz yavayi der idi biz Uyg'urni. Sodda yavaş xalqdan yaratmaydı bizlerni. Bazılar öntüp ötmüşni aljib qoptu azraq. Biz Uyg'ur biz faxrlik, jasur qaysar qaramdaq. Diqqat qilsin bazılar, chunki ishi bak chataq. Qog'oz qalam muhbatda biz Uyg'urning ijodi. Biz Uyg'ur biz farosat, ilm hikmat oshnasi. Mashhur ipak yo'lini ochgan ajdodlarimiz. Madaniyat deganni jahonga yaygan muni biz. Chiqib olib shakaldan to'nib bo'la atmangsiz. Uzoq o'tmish tarixda biqinib olib xo'jam deb. Oshdan bersak she'r beyting yolmab yer. Endi bugun kelganda o'z aslingni yushirib, shiltib o'tib yursan ku, o'tmishingni unutib. Hamon yeysan jajangni qo'limizda yo'l qilib. Yenivatimiz biz yoshlar vatan uchun sham bo'lib. Qalbimizda yolqinlar qisos o'ti cho'g' bo'lib. Pervona bizda ayni janggoh bizga qizil sham. Vatan uchun biz jonni ayamaymiz bilib qo'y. Qisos olmay o'lmaymiz, oshkorlarni yig'ib qo'y. Qo'shyapsan o'zingcha go'zal ana yurtimni. Yizivapsan nomussiz sholliq ijod izimni.
emas, ko'k etekdan yıpılmaz. Qılğan şərməndəlikən çın tarixdən yuyulmaz. Qalar pəskeş namın mədəniyyət oğurisi. Akıllık merhaba kızımızga köp rahmet. Buna tesirli hakikaten güzel bir soğuk oldu. Tekrar rahmet. Aziz kırımdaşlar, vaktimiz bu koşup aldı. Aslında Dünya Kurulu'nun reis hürmetli Volkan Esafendim yapılışlıkta kılış gerek idi ama işçiden ait mühim yığında olduğu için bir yere çıkış imkaniyeti bulmadı. Ben reisimiz Volkan Esafendim'e Dünya Kurulu'ya vakaleten hemmanlarga bugünkü namayışını kollagan Avrupa'daki bütün Uygur teşkilatlarına bugünkü namayış sahiphanlık kılgan Şveysariya Uygur cemiyetiga ve yolunu yirak demey Kazakstanlardan ta ki Türkiye'lerden kelgen fidakar aziz qarindoshlarımızga tekrar rahmetini bildirimen. Bugün aziz qarindoshlar hakikaten bir fidakarlıkningki nimesini ko'rdik. Şahit olduk aziz qarindoshlar. Ekran oldidagi bo'ldi. Şimdi ben ularning duosi sizlar bilan birga Cenab-ı Allah cho'qib bunun mukofotini berdi. Çünkü sizlar şu vatanda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan lagerlarda azap uqubat chekayotgan majbur emgak maydonlarida xo'rlanayotgan necha million xalqimizningki uxlamadinglar aziz qarindoshlar, uxlamay kecha yo'l yurib yana birozdan keyin mang'ista o'zinglar turayotgan davlatlarga hammanglarga oq yo'l bo'lsin aziz qarindoshlar. Tekrar hammanglarga ko'p rahmat. Bayroqlarni mumkin bo'lsin biz biraz Ma'u Germaniyadan kelganlar 30 mana mishay keldi. 1,5 deb bo'ldi. Buning bir deb qo'ydi. Bayroqlarni hammasi biraz yordamlashsanlar qarindoshlar. 5 minut vaqtim ketdi, 10 minut. Buningdan keyin bizningki ma'u rasm ko'rgazmamiz ertami davom qiladi. 3 kunlik bir resim ko'rgazmasi bor. 3 kun davom qiladi. Chunki yig'in ertami davom qiladi. Bu ishni qilayotgan. Bunun ichida bo'lgan ahvollarga oid narsani Dunyo huquqiy televiziyasi shu tarjima orqali Uyg'urcha tarjima orqali uni asosiy mazmunini taqatdiq, ulab taqatdiq. Buni yana berib qaytib berib tafsilotni ko'rib olsangiz bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, millatimiz rozi bo'lsin. Tekrar hammanglarga ko'p rahmat. Namoyishimiz tugadi inshaalloh. Hammanglarga ko'p rahmat. Man evlib tura. Nasıl tap kaldı şu fon tuttura. To'xtab nazik yapın. Televizor ko'rgüçiler, bugünkü namoyishimiz Mishada oxirlashdi. Namoyish qatnashgan barliq qarindoshlarga rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Bugünkü programmamiz Mishada oxirlashdi. Şinjan saqchi hujjatlari asosiy mazmun qilingan rasm ko'rgazmamiz yana 2 kun davom qildi. Ertagan soat 9:30 dan 3dan keyin soat 5gacha. Kelaqatimliq sonimizgacha ko'rishishga omon bo'lgaysizlar.
Shveysariya Cenver'den hammanlarga o'tliq salom. Men riyasatchi İftixar Abdurshid. Allohga emanet bo'linglar.